dori vositalariga bo'lgan narxlar turli xil va nega bunday? Shuncha qaror bor, farmon bor, qonun bor, yo'l xaritasi bor, moliyaviy manbasi bor, lekin nimaga aholi norozi? Sun'iy narxni oshirishga qaratib qaysidir vaqtda import qilmasdan turib tanqislik keltirib chiqarib narxni oshirishga harakat qilish holatlari. Bozordagi, ya'ni dori-darmon bozoridagi narx-navolarni oshib ketishini nazorat qiluvchi organ kim? Ya'ni qaysi tashkilot bunga mas'ul? Bu dorixonaga kirim qilinganligi, uni sertifikat raqami, seriya raqamlari va necha pulgacha sotish mumkin bo'lgan ma'lumotlar o'zi to'liq ko'rinib Buning uchun ilova kerak emas. Asl belgisi ilovasi orqali ko'rasiz. Referent narxlar bu nima? 650 ming ekan bitta flakonni. 2 mahal qilinar ekan. Bu narxni bilib turib keyin ko'p aholimiz biladiki, arzon apteka bor, oson apteka bor. Ular bilan solishtirsa bo'ladimi? Ishlab chiqarishdan keyingi bo'ladigan, misol uchun undan chiqadigan adxotlarni qayta ishlashga undan katta pul ketadi, точно. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli ekspertlar. Biz jamoatchilikda yuzaga kelayotgan masalalarni ekspertlarimiz yordamida, umuman mutaxassislar yordamida jamoatchilikda yuzaga kelayotgan turli xil masalalarni, muammolarni amaliyotda bor yechimlarini taqdim qilishga harakat qilamiz. Va bugungi asosiy mavzuyimiz bu farmatsevtika bozori bo'ladi. Ya'ni farmatsevtika bozoridagi sifat va narxlar nega keskin farq qiladi degan savolni bugun biz podkastimizda o'rtaga tashlaymiz va mana shu masalani muhokama qilamiz va tomoshabinlarimizga mana shu bugungi kunda yuzaga kelayotgan savollariga amaliyotda qanday aniq javoblar borligini berishga harakat qilamiz. Ruxsat bilan avvalambor ekspertlarimizni tanishtirib chiqamiz. Izzatullayev Kamoliddin Ikrom o'g'li O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi referent narxlarni shakllantirish bo'limi boshlig'i. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sharipov Botir Bahodirovich Raqobat qo'mitasi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari. Xush kelibsiz. Salimova Manzura Aliyevna Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, Adolat fraksiyasi a'zosi. Yunusov Ziyodbek Alisherovich Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, Adolat fraksiyasi a'zosi. Xush kelibsizlar. Yuqoridagi mavzu doirasida bitta faktni keltirib o'tmoqchi edim. Ya'ni 2024-yilda Soliq qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, bizda bor ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilda dori vositalari tovar aylanmasi bizning mamlakatimizda 57 trillion bo'lgan. Va bugun aholimizda bu katta bozorga nisbatan turli xil savollar tug'ilmoqda. Ya'ni bozorda, dorixonalarda mana shu dori vositalariga bo'lgan narxlar turli xil va nega bunday? Buni o'zi kim nazorat qiladi? Bunga qanday mana shu omillar ta'sir qiladi? Mana shu savolni bugun bizning deputatlarimizga, umuman jamoatchilik tomonidan, xalqimiz tomonidan ko'plab savollar kelmoqda va birinchi savolimiz aynan shu, ya'ni mamlakatimizdagi dori darmon bozorida sifat va narxlar tafovuti nega yuzaga kelmoqda va mana shu sabab aynan nima bilan bog'liq? Assalomu alaykum, hurmatli davra suhbati ishtirokchilari. Ushbu savolga to'xtalishdan oldin qonun hujjatlariga alohida to'xtalmoqchi edim. Men bugun mana mamlakatimizda dori vositalarini va farmatsevtika faoliyati to'g'risidagi qonunlarimiz demak ishlayapti. Bu qaysiki O'zbekiston Respublikasidagi 1997-yildan qabul qilingan qonun. Demak, dastlabki qonunimiz 1997-yilda qabul qilingan bo'lsa, 2015-yilda, 2016-yilda, 2023-yillarda bu qonun jadal rivojlanishimiz, islohotlarimiz, mamlakatdagi o'zgarishlarimizga qarab, demak, o'zgarish va qo'shimchalar kiritib, yana ham takomillashtirildi. Ushbu qonunlardan tashqari davlatimiz rahbarining imzolagan qator farmon va qarorlari ham mavjud bo'lib, ushbu farmon va qarorlarda mazmun mohiyatida asosan aholini sifatli dori vositalari bilan, xavfsiz dori vositalari bilan, arzon dori vositalari bilan ta'minlashga qaratilgan. Ularga o'sha dori vositalarini samarali ta'sir qilishini ta'minlashga qaratilgan bir qator hujjatlar qabul qilindi. Shu bilan birgalikda davlat rahbarini qabul qilgan qarorlari oxirgi paytlarda dori ishlab chiqaruvchi
korxonalarni qo'llab-quvvatlashga, ularni imkoniyatlarini kengaytirishga, dori narxlarini shaffoflik mexanizmini yaratishga, ayniqsa bugungi kunda eksport hajmini oshirib, demak to'g'ridan-to'g'ri xorijdan investitsiyalarni jalb qilish borasiga keng yo'l ochildi. Afsuski, mana Bekzodjon yuqorida aytib o'tganlaridek, biz o'sha adolat fraksiyasi a'zolari har bir oyda hududga chiqib, oy yakunida o'sha saylovchilar bilan uchrashganimizda dori vositalarini sifatli yetkazilishi, o'sha ta'minotni bo'lishi, shifoxonalardek dori ta'minoti, aholini norozichilik kayfiyati, eng asosiysi shu narxlardagi tafovutlarga juda ko'p masalalar, jiddiy masalalar bizni saylovchilar oldida bizga savollar qo'yilyapti. Shuncha qaror bor, farmon bor, qonun bor, yo'l xaritasi bor, moliyaviy manbasi bor, lekin nimaga aholi norizo? Nimaga aholimizni bugungi kunga qadar ushbu sohadagi demak norizochiliklarini bugun bartaraf etolmayapmiz? Shuncha imkoniyat davlat tomonidan berilyapti. Shu sohalarda haqiqatda oqsoqliklarimiz bor. Savolga javob berishgandan keyin yana qo'shimcha raqamlar bilan ham murojaat qilmoqchiman. Xabaringiz bor, respublikamizda referent narxlar tizimi joriy etilgan. Prezidentimizni 2019-yildagi 45-54 sonli qarorlarga asosan joriy etilgan. Undan oldin 2016-yilda 26-47 son prezident qarorida Raqobat qo'mitasiga dori vositalarini o'sha belgilangan narxlarni oshirishni nazorat qilish yuklatilgan. Ya'ni bunda o'sha bundan Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan belgilangan narxlar, referent narxlar, dori vositalarining ulgurji va chakana narxlarini oshirib qo'llanganlik holatlari aniqlanganda Raqobat qo'mitasiga chora ko'rish va bu belgilangan tartibda amalga oshirish vakolati berilgan. Raqobat qo'mitasi tomonidan belgilangan tartibda vakolatlar doirasida ishlar amalga oshirish natijasida bundan tashqari sohani raqamlashtirish bo'yicha qator takliflar ham kiritilgan. Shunday soha raqamlashtirilgandan so'ng bu masalan zanjirli narxlarni oshish boyiga yetganingizda narxlarni oshishiga ta'sir etuvchi omillar ham tahlil qilingan. Ya'ni sohani raqamlashtirishga keladigan bo'lsak, 2022-yil 26-oktyabrda 411 sonli prezident qarori qabul qilindi. Bunda ya'ni o'sha dori vositalarini xarid qilingan o'sha chakana narx cheklarni, QR-kodli cheklarni skaner qilinganda avtomatik ravishda Soliq qo'mitasi farmatsevtika xavfsizligi mahsulotlar markazida ushbu sotilgan narx bilan markazdagi narxlar solishtirilib, oshirilganligi aniqlanganda qo'mitaga xabar kelib tushish yo'lga qo'yildi. Shuningdek 23-yilni yakuniga borib, bu ulgurji savdoda ham agarda dori vositalarining narxlari o'sha sotishda agar birinchi tomon shu onlayn hisob fakturani yuborishda, ikkinchi tomon qabul qilganda oshirilganlik holati aniqlanganda qo'mitaga xabar kelib tushishi bu raqamlashtirildi. Ya'ni bu soha huquqbuzarlikni aniqlash raqamlashtirildi. Lekin bu raqamlashtirilish natijasida ko'rindiki, respublikamizda oldin ariza tushganda yoki bo'lmasa joyiga chiqqanda o'rganish natijasida aniqlanadigan huquqbuzarliklar 1 yilda o'rtacha 1000 ta holat bo'ladigan bo'lsa, kuniga bir necha minglab bunday huquqbuzarliklar sodir etilishi aniqlandi. Endi qo'mita vakolatlari doirasida bunga tizimli ravishda chora ko'rib kelyapti. Bundan tashqari soha raqamlashgandan keyin huquqbuzarliklar soni ortdi. Endi huquqbuzarlik soniga ta'sir etuvchi omillar o'rganib chiqildi. Ya'ni o'sha nima sababdan aytganingizdek narxlar oshib ketyapti, qaysi holatlarda. Ya'ni birinchi ta'sir etuvchi omillardan dori vositalarining respublikamizda o'sha tanqislikka uchrashi. Qaysidir dori vositalarining ro'yxatdan o'tganlik muddati tugashi, ro'yxatdan o'tgan guvohnomasi muddati tugashi yoki bo'lmasa importyorlar tomonidan vaqtida import qilinmaganligi natijasida yoki o'sha sun'iy narxni oshirishga qaratib qaysidir vaqtda import qilmasdan turib tanqislik keltirib chiqarib narxni oshirishga harakat qilish holatlari. Botirga ruxsat bersangiz, hozir podkastimizni boshida aytib o'tdik, ya'ni aholida, jamoatchilikda yuzaga kelayotgan savollarga javob topamiz bugun. Ya'ni eng birinchi katta savollardan biri o'zi bozordagi, ya'ni dori-darmon bozoridagi narx-navolarni oshib ketishini nazorat qiluvchi organ kim? Ya'ni qaysi tashkilot bunga mas'ul? Hozir siz bu javobni berdingiz, ya'ni raqobat tashkiloti, ya'ni raqobat qo'mitasi aynan mana shu bozordagi narx-navoni sun'iy oshib ketishini nazorat qiluvchi tashkilot, vakolatli organ hisoblanadi. Birinchi savolimizga javob oldik. Endi o'sha davom etayotganingizdagi, ya'ni javobni, ya'ni bunga, ya'ni sun'iy oshib ketishiga qaysi omillar ta'sir qilishi bo'yicha o'sha bizdagi bor ma'lumotlarga ko'ra 2024-yilda 225 taga yaqin dorixonalarda o'sha o'rganishlar amalga oshirilganda, u yerda sun'iy ravishda mavjud dori vositalarining narxlarini oshirilishi va mana shu natijasida 1 yilda, ya'ni 2024-yil davomida bu raqam salkam 2 milliard aniq qilaman.
gapingizni bo'lamiz. Xo'p, 24-yil o'tkazilgan shu Fairtechdan kelib tushgan xabarlarning ichida ham qo'shimcha ravishda o'rganish talab etiladi. Tushuntirib ketsangiz, ya'ni o'sha platforma Fairtech platformasi Fairtech platformasi platforma va u qanaqa foydalansa bo'ladi aholi? Qo'mitani Fairtech axborot tizimiga aholi qanday foydalanishi mumkin? O'sha dori vosita, xarid qilingan dori vositasini ko'rgudlik chekida aynan o'sha dori vositasini yozilganligini talab qilib olish birinchi talab etiladi. Sababini aytamiz. Medikamentni boshqa dori vositalarini yozadigan bo'lsa, shu ko'rgudlik chekda yozilgan dori vositasining narxi belgilangan narx bilan solishtiriladi. Agarda u sizga bergan chekda boshqa dorini yozgan bo'lsa, o'sha boshqa dorining narxi bilan tizimda solishtiradi va u sotilgan summa huquqbuzarlik sifatida qo'mitaga ma'lumot kelmasligi mumkin. Ya'ni eng avvalo iste'molchini chekida aynan u sotib olgan dori vositasini nomi ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Birinchi shuni tekshirib olishimiz kerak. Agarda boshqa dori nomi yozilgan bo'lsa, o'sha soliq manbai ilovasida ro'yxatdan o'tkazayotganning o'zida soliq hamkor ilovasi orqali soliqqa murojaat qilish mumkin. Ya'ni savdo qoidalarini buzish bo'yicha soliq qo'mitasiga boyagi ma'lumot murojaat qilish mumkin. Agarda aynan o'sha dori yozilgan bo'lsa, narx oshirilgan bo'ladigan bo'lsa, qo'mitaga avtomatik ravishda xabar kelib tushish yo'lga qo'yilgan. O'sha 24-yil keladigan bo'lsa, 24-yilda 1310 ta dorixonada, ya'ni shundan ulgurjisi 998 ta, qolgani chakana dorixonalarda tekshirish o'tkazilgan. Shundan 11 milliard 663 million so'm iste'molchilardan asossiz daromad olinganligi aniqlangan. 11 milliard 24-yilda sun'iy ravishda oshirilgan dori vositalari narxlari. Belgilangan narx. Belgilangan narx. Endi 25-yil o'tgan davrida boyagi 2 milliard 600, 25-yil o'tgan davrda 2 milliard 600, 225 ta dorixona tekshirish o'tkazilgan. Bu 2025-yil birinchi chorakning o'zida. Yo'q, birinchi chorak emas, 5 oylik ma'lum. Yana o'rganishga qaytaman-da, uzr gapingizni bo'ldim. Mana Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-klinikasi atrofidagi dorixonalarda o'rganyapmiz biz. Shunda shu narsa aniq bo'lyaptiki, shu 2 oy ichida bo'lgan narsa, bu o'tgan yilga ham emas. Shu narsa aniqlanyaptiki, City Farm diabet degan dorixonada Osteogenion tabletkasini 132 ming sotyapti konvalyutada. 132 ming sotyapti-da, xuddi shuni hududida joylashgan 5 yulduzchada 358 mingga qimmat. Ya'ni 490 mingga sotyapti. Qarang, orasi hech qancha emas shu dorixonani. Yana bitta Parus degan dorixonada 283 mingga qimmat. Ya'ni 415 so'm sotyapti. Yana bitta sizni o'sha raqobatdanligingiz uchun alohida savolim bor. Birinchi chorakda bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 173 ta dorixona tekshiruvdan o'tkazilgan, 4513 ta holatda iste'molchilardan 2.1 milliard so'm asossiz daromad olinganligi aniqlanyapti. Bundan keyin 1272 ta dorixonada 11.6 milliard. Birinchidan bu juda ham katta pul emasmi? Ikkinchidan aholiga ushbu pullar qaytariladi. Mana masalan, ko'p pul olishibdi, antibiotik olgandirman yoki birorta dori preparati olgandirman. U qanaqa qilib aholiga qaytariladi? Uchinchidan, bu sizlarni tizimli yo'lga qo'ygan masalalaringda aniqlangan holatlarga keskin qanaqa bir chora bor? Boyagi dori vositalari narxlarini shakllantirishda Farmatsevtika mahsulotlar xavfsizligi markazida o'zlari shakllantirishda belgilangan tartibda amalga oshiradigan bo'lsa, narx belgilang. Kuni kecha bo'lgan holatda aytaman, Betaserk dori vositasini bir Chilonzor tumanida bir dorixonadan bir ayol sotib olgan ekanlar, keldilar. Bitta dorixonadan sotib olganlar 28 mingdan plastinka ikkitasini 56 mingga, bitta dorixonadan bittasini 125 mingga sotib olgan ekanlar. Xuddi aytayotganingiz tafovut. Biza bu dori vositasini birinchi har bir dori vositasini bilasizlar, chetda seriya raqami yozilgan bo'ladi. O'sha Farmatsevtika mahsulotlar xavfsizligi markaziga kirsangiz, saytida onlayn mahsulotni sertifikatini tekshirsa bo'ladi. Ya'ni o'sha seriyasini yozadigan bo'lsangiz, bu sertifikatlangan bo'lsa chiqib keladi, seriyasi ko'rinadi. Boyagi 4 barobar arzon sotilgan dori vositasi hech qanaqa ro'yxatdan o'tmaganligi aniqlandi. Ya'ni shu Betaserk dori vositasini respublikamiz hech qanaqa davlat ro'yxatdan o'tmagan. Ya'ni noqonuniy ishlab chiqarish bo'lishi mumkin. Buni litsenziyalovchi organga bu murojaatni, hujjatlarni yubordik. Ya'ni bu holat qaysi holatdagi aynan balkim podelka deyishimiz mumkin yoki bo'lmasa davlat ro'yxatdan o'tmagan boshqa qanaqadir yo'llar bilan olib kelingan bo'lishi mumkin. Endi qo'mita xuddi shunga o'xshagan holatlarda arzon, boshqa bir dorixonalarda arzon deydigan bo'lsangiz, bilasiz, ishlab chiqaruvchi degan dori vositasini egasi degan narsa bor. Ya'ni o'sha respublikamizda dori vositasi ro'yxatdan o'tkazishda bir
korxona ro'yxatdan o'tkazgandan keyin ikkinchi korxona agarda uni respublikaga kirim qiladigan bo'lsa, sertifikatlashtirish jarayonlari bemalol bo'ladi, lekin narxni o'zgartirishga faqatgina avval ro'yxatdan o'tkazgan korxona haqli bo'ladi. Shuningdek, bu dori vositasini agarda ishlab chiqaruvchi tomonidan u yoqda zavodda markirovkalanmagan bo'lsa, bojxona kirimida markirovkalash uchun avval ro'yxatdan o'tkazgan korxonadan ruxsat so'rash kerak degan bir qonunchiligimizda bir ayni nyuanslar bor. Bu yaqinda kuni kecha bilsangiz Kunuzda yo boshqa saytlarda ham muhokama qilinganda ko'tarilgan masala. Qo'mita shu Moliya vazirligi farmatsevtika mahsulotlar xavfsizligi markazi bilan dori egasi degan narsani, ya'ni o'sha parallel importga o'xshagan narsaga ruxsat etish tarafdor. Ya'ni o'sha bu dori vositasi aynan respublikamizda ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, qo'shni davlatlar o'sha Turkiya yoki O'zbekiston yoki yana qaysidir davlatlar uchun referent mamlakatlarimiz uchun ishlab chiqarilgan dori vositasi bo'lsa-da, aynan markirovka talablarini bajargan holatda buni import qilishga ruxsat etish bo'yicha tegishli hujjat loyihasi tayyorlanmoqda. Bu taklifda berildi. Ya'ni bu degani raqobat muhitini yaxshilash uchun qaysidir bir dorini egasi degan ro'yxatdan o'tkazib olgan odamga qarab bo'lib qolmasdan, ya'ni boshqa importyorlar tomonidan ham dori vositasini import qilganda bemalol markirovka qilish yoki boshqa talablarni amalga oshirishga ruxsat etiladi. Ya'ni hozirgi kunda bilsangiz GXP ishlab chiqarish amaliyotlari talabiga ko'ra o'sha QR kodli markirovkani yopishtirish ham ishlab chiqarishga tenglashtirilgan. Bu degani boyagi import qilayotganda 5 yil oldin ro'yxatdan o'tkazayotgan, balkim hozir kirim qilmaydigan qaysidir ishlab chiqaruvchini qo'liga qaramlikni keltirib chiqaradi. Ya'ni siz aytayotganingizdek holatlar ikki xil bo'lishi mumkin yoki parallel import mahsuloti bo'lishi mumkin. Qaysidir davlatdan kelgan, lekin ro'yxatdan rasmiy o'tmagan qaysidir yo'nalishda. Ikkinchisi balkim qalbaki bo'lishi mumkin. Bu inkor etilmaydi, buni holatlar bor, lekin respublikamizga kirim qilishda ro'yxatdan o'tmagan yoki qalbaki dori vositalariga qarshi kurashda ham tegishli ishlar amalga oshirilyapti. Raqobat qo'mitasi balkim huquqni himoya qiluvchi organlar tomonidan bu yoritib borilyapti. Asossiz daromadni aholiga qaytarishga qanaqa tartib bor? Asossiz daromad birorta aholiga qaytarilgan holat bormi? Mana Shuni hech topolmadim. O'tgan davrda 62704 ta bu yilgi holatda iste'molchilarga qaytarilgan bu holatlar. 62704 ta. Bu qo'mitaga kelib qanaqa tushgan tartibda qaytariladi? Soliq mablag' ilovasidan familiya ismlari bilan to'liq qanaqa ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, telefon raqamlari bilan kelib tushadi. Bu dorixonada aniqlangandan keyin o'sha dorixonalarga ro'yxati bilan beriladi. Demak, murojaat qilmasa, demak unga berilmaydi. Yo'q, ro'yxat beriladi. Aniqlangan holatda dorixonaga ro'yxati bilan mana iste'molchilarga qaytarasan, belgilangan tartibda. Buni kim amalga oshiradi? Buni raqobat qo'mitasi ro'yxat beradi, ko'rsatma beradi, tadbirkor tomonidan amalga oshiriladi. Ya'ni to'liq qaytarib berilishi. Kim nazorat qiladi? Tadbirkor uni bermasligi mumkin. Bermasa, uni asoslovchi hujjatlari bilan qaytarib olganini bermasa. Yo'q, kim nazorat qiladi? U bermasligi mumkin. 100% bermasligi mumkin. Holatda qonunchilikda tartibga solingan, agarda u iste'molchiga yetkazib bera olmasa yoki iste'molchi yetkazib bera olganini isbotlab bera olmasa, qonunchilik buzilishini bartaraf etmagan hisoblanadi va belgilangan tartibda bu mablag'lar byudjet hisobiga undiriladi. Qanaqa jazo qo'llaniladi o'sha dorixonalarga yoki tadbirkorlarga? Dorixonalarga litsenziya talablarini buzish hisoblanadi. Farmatsevtika xavfsizligi mahsulotlar markaziga kiritilganda, adashmasam hozirgi kunda ular tomonidan sudga kiritgandan keyin birinchi martasiga qanaqadir huquqbuzarlik holat litsenziya 1 yil ichida birinchi martasi. Uni hozir mutaxassisimiz o'zlaridan so'rab olamiz. O'tirga hozir bitta masala qoldi. Talab bo'yicha bularga ma'lumot kiritamiz. Rahmat. Bitta masalamiz qoldi. Ya'ni yuqorida o'zingiz aytib o'tdingiz, ya'ni o'sha sun'iy dorixonalarda dori vositalarini narx-navosini sun'iy oshirish masalasi. Men oddiy iste'molchi sifatida dorixonaga kirdim. Bu narsani aniqlab olishim uchun aynan qadamma-qadam e'tibor bera olasizmi? Bugun ko'rayotgan o'sha iste'molchilar uchun nima qilish kerak? Aniq. Hozirgi kunda eng rivojlangan narsa asl belgisi markirovka tizimiga o'tgan, setsovой dorixonalar 100% o'tgan. Hamma dori vositalarida markirovka bor. Markirovka bor. Buni QR kodli skaner qiladigan bo'lsangiz, sotishdan mumkin va gacha bo'lgan dori narxi ko'rinadi. Ya'ni boyaga aytganimizdek, referent narxlarga 15%, ulgurji 20% chakana qo'yiladigan bo'lsa, chakana dorixonada skaner qilayotganingizda bu dori vositasi bu dorixonaga kirim qilinganligi, uni sertifikat raqami, seriya raqamlari va necha pulgacha sotish mumkin bo'lgan ma'lumotlar o'zi to'liq ko'rinib turadi. Buning uchun ilova kerak emas. Asl belgisi ilovasi orqali ko'rasiz. Ilova yuklab olishim kerak telefonimga, to'g'rimi? Albatta, ilova yuklab olasiz. Ilovaning nomi qanaqa? Asl belgisi. Asl belgisi ilovasi. Asl belgisidan dori vositasini barcha dori vositasida QR kodlar bor, raqamli markirovka deyiladi. U raqamli markirovkani ilovadan
ilovaga kirib skaner qilsangiz u haqida ma'lumotlar, dori haqida ma'lumotlar chiqib keladi. Sertifikatlanganmi, kim olib kirgan, hozirgi vaqtda asl belgisiga cheklangan referent narxlar integratsiya jarayoni ketyapti. U yoqda narxlarni ham bilib olishingiz mumkin. Endi hozir opam aytganlaridek, juda katta farq bor dorilarning o'rtasida. O'zi aslida unaqa farq bo'lmasligi kerak. Farq bo'lishi kerak ozgincha. Chunki qonun hujjatlarimizda ulgurji 15% gacha deb ustama belgilangan. Kimdir 15 qo'yadi, kimdir 10, 12 shunaqa. Shu yerda o'zida oddiy tilda tushuntirib o'tib ketaylik. Kamoliddin aka, ya'ni ulgurji bular kim? Ulgurji savdo dori vositalarini ulgurji savdosi bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar bu kim? Ulgurji savdo bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar bu chakana dorixonalarga yetkazib beradigan Diler desa bo'ladi bularni. Dilerlar ham desa bo'ladi, distributorlar deyiladi o'zi. Ma'nosi. Ya'ni chet eldan sotib olib, bojxonadan bojxonadan o'sha kerakli soliq to'lovlarni o'tkazib, bojlarni dorixonaga yetkazib beruvchi tadbirkorlar bu o'sha bir nechta bo'lishi mumkin. Zanjirda boyaga aytganimiz 15% deganimiz bir nechta zanjirda bo'lgan bilan 15% nima reglamentdan o'zidan o'tish mumkin emas. Keyin o'sha ayrim holatda klinikalar sotib olishi mumkin. Unda ham ulgurji sotish hisoblanadi. Ya'ni chakana sotuvchi dorixona boyaga klinikalarga ulgurji sotish, ya'ni pul o'tkazish yo'li bilan sotilayotgan har bir yo'nalish ya'ni ulgurji hisoblanadi. Ya'ni mamlakatga kirib, bu birinchi qo'l hisoblanadi. Mamlakatga kirib, dorixonagacha yoki klinikaga yetib borgungacha bu ulgurji. U yerda 15% gacha ustama qo'yish mumkin. 15% gacha ustama belgilangan. Mana shundan kelib chiqib narxlar ozgina farq qilishi mumkin lekin katta tafovut emas. Mana siz o'zingiz mana misol uchun 15% dan qancha farq qilsa tushunmaysiz. Xuddi shunday dorixonalarda ham. Dorixonalarda chakana dorixonalarda 20% gacha deb belgilangan. Ya'ni soddaroq tushuntirishimiz uchun 10 ming so'm bilan kirib kelgan mamlakatimizga dori vositasi bu birlamchida 15%, 11,5 ming so'm bo'ldi. Xuddi shunday. 11,5 ming so'mgacha. 11 ming so'm bo'lishi mumkin. 10,500 so'm bo'lishi mumkin. Dorixonadan keyinchi? Ulgurji chakanada 11,5 bo'ldimi? Maksimalli eng baland dorixonaga 11,5 mingdan 20% ustama 20% gacha ustama qo'yib iste'molchilarga sotishi mumkin. Shunda hamma dorixonalarda qandaydir farq bo'lishi mumkin, chunki hamma o'zining foydasini har xil belgilaydi-da. Davlat tomonidan belgilangani 20% gacha. Shu yo'l bilan dorilar narxi nazorat qilinadi, tartibga solinadi. O'sha belgilangan narxdan yuqori sotganni Raqobat qo'mitasi tomonidan nazorat qilinadi. Kamoliddin aka, yuqorida referent narx deyilgan tushunchani juda ham ko'p ishlatdik. Avvalambor hozir tushuntirib bersak, o'zi referent narx nima va bizning tushunishimiz bo'yicha hozir aynan Farmatsevtika mahsulotlar xavfsizligi markazi referent narxlarni belgilashga vakolatli bo'lgan tashkilotmi? Yo'q. Referent narxlarni o'sha prezidentimizning 4554 sonli qarori bilan 2009-yil chiqqan qarorlari bilan 20-yil 1-iyuldan bosqichma-bosqich narxlarni nazorat qilish, referent narxlarni shakllantirish tizimi joriy etilgan. Bunda belgilangan Farmatsevtika tarmog' rivojlantirish agentligi vakolatli organ referent narxlarni tasdiqlaydi. Farmatsevtika mahsulotlar xavfsizligi markazi ishchi organ referent narxlarni shakllantiradi. Tasdiqlovchi organ, vakolatli organ Farmatsevtika tarmog' rivojlantirish agentligi. Referent narxlar bu nima? Referent narxlar dori vositalarining eng yuqori belgilangan davlat tomonidan belgilangan narxi. Nimaga asosan ishlab chiqariladi referent narxlar? Qarang, bu referent narxlar ishlab shakllantirilishi bu xalqaro tajribalar o'rgangan holatda qilingan. Referent narxlar chetdan keladigan import dori vositalariga o'sha prezident qarori bilan belgilab olingan referent mamlakatlar bor. O'sha referent mamlakatlardan o'sha dori vositasini o'sha ishlab chiqaruvchi o'sha referent mamlakatlarga sotgan narxlar olinadi. 10 ta referent mamlakatda belgilab olingan. Misol uchun qaysi mamlakatlar? U mamlakatlar misol uchun o'zimizni yon atrofimizdagi SNG davlatida MDH davlatiga kiradigan Rossiya, Qozog'iston, Belorussiya, Ukraina, Yevropa davlatlariga kiradigan Ruminiya hozirga kelib, ya'ni iste'molchi bozorlari bizning mamlakatimiz bozoriga o'xshash bo'lgan. Albatta, o'xshash bo'lgan, bozori o'xshash bo'lgan, xarajatlari ham yaqin mamlakatlar. O'sha bozori, aholisining xarajatlari yaqinroq yoki bizning xarajat O'zbekistonnikidan yuqori yoki undan past bo'lgan belgilab olingan. O'sha davlatlarni, o'sha misol uchun bitta dori haqida gapiradigan bo'lsak, o'sha dorini
referent mamlakatlarda sotilayotgan narxlar o'rganiladi. Bu hozir bu referent narxlash tizimi raqamlashtirilgan to'liq. O'sha tizimga o'sha referent mamlakatlardagi narxlar kiritiladi. Tizimni o'zi avtomatik tarzda 10 ta referent davlatdagi narxlarning o'rtachasini oladi. Ishlab chiqaruvchi taqdim qilayotgan narxi olinadi. Agar O'zbekistonga kirayotgan bo'lsa, import ma'lumotlari oladi. Oxirgi so'nggi 6 oylik import ma'lumoti olinadi. Shu 3 ta narxdan eng pasti sistemaga avtomatik tarzda sistema dori narxini chiqarib beradi. Ya'ni tizim eng past narx, minimal narxni chiqarib beradi. Minimal narxni chiqarib beradi. 3 ta narxdan 10 ta referent mamlakatning o'rtacha miqdori. Bu birinchi kriteriyimiz. Birinchi narx oxirgi 6 oylik O'zbekistonga kirgan bo'lsa, oxirgi 6 oylik narxini ham o'rtachasini oladi. Tafovutlari. O'rtachasini oladi. Qo'shadi. 2 marta kirgan, 3 marta kirganmi qo'shib, har xil kirgan bo'lishi mumkin narx. O'rtachasini oladi. Ishlab chiqaruvchi taqdim qilayotgan narxni oladi. Mana shu 3 ta narxdan qaysi arzon bo'lsa, tizimni o'zi avtomatik tarzda dori narxini o'zi sistemaga chiqaradi, tizimni o'ziga ko'rsatadi. Ya'ni bugun mamlakatimizda referent narxlarni belgilab berishda to'liq shaffof tizim, inson omili yo'q. Inson omili yo'q desa ham bo'ladi. Endi bu yoqda faqat o'sha referent mamlakatlarda endi o'sha yoqda kiritadigan narxlarga qarab dori narxi o'zgaradi-da. Albatta. O'shani to'g'ri kiritayotganligi tekshiriladi, chunki o'sha belgilab olingan referent mamlakatlarni ham O'zbekistonga o'xshab rasmiy dorilarning narxini e'lon qiladigan saytlari bor, o'zini shunaqa ilovalari bor. O'sha orqali tekshiriladi. Tekshirish jarayonida xodimlar tomonidan, mutaxassislar tomonidan o'rganib, to'g'ri kiritilmaganligi tekshiriladi. Bu ham aslida qo'shimcha nazorat funksiyasi. Qo'shimcha nazorat. Raqamlashtirishni o'ziga to'g'ridan-to'g'ri emas. Manda bitta savol bo'lyapti. Mana asl dorini qanaqa yuklashda Asl belgisi. Asl belgisi. Siz tushuntiryapsiz, biz masalan yuklaymiz, ertaga shundan foydalanamiz. Oddiy aholi, oddiy fuqarolarimizga qanaqa qilib tushuntirish kerak buni? Qachon bular yuklab, qachon buni nazoratini olib boriladi? O'zi asosan aholimizda ham nazorati kerak. Bu ilova juda sodda qilingan. Lekin hamma xabardor emas bundan. To'g'ri, bu gapingizga qo'shilaman. Muammoyimiz shu. Shunday. Oddiy fuqarolar xabardor emas. Hozirgi kunda aytganimizdek, setivoy aptekalar 100% markirovkalangan dori sotishga o'tgan bo'lsa, ayrim tarmoqli bo'lmagan aptekalar, chekka hududlardagi yaxshi nima qilmagan aptekalarga hali ham muddati shu joriy yilda adashmasam 1-sentyabrgacha bor. Ya'ni o'sha ayrim aptekalarda bu asl belgisidan dori vositasi o'tmagan bo'lsa ham sotilayotgan bo'lish holatlari mumkin. Bunda farmatsevtika mahsulotlar, farmatsevtika agentligi bor, bilsangiz. Farmatsevtika tarmoq rivojlantirish agentligi rasmiy saytida ham dori vositalarining referent narxlari ko'rinib turadi. Referent narxlar degan yozsangiz, qaysi ishlab chiqaruvchiga tegishli dori vositasi necha puldan sotilishi mumkin bo'lgani ko'rinib turadi. Agar undan yuqoriligi aniqlanadigan bo'lsa, bemalol Raqobat qo'mitasining 1159 qisqa raqamlarga murojaat qilinishi mumkin. Tafovut boyigidagi shubhali darajada 4 baravar ko'rdik-ku. Bo'ladigan bo'lsa, bunda farmatsevtika mahsulotlar xavfsizlik markazining saytiga kirib turib, reyestrdan boyigi seriyasini tekshirish kerak bo'ladi. Ya'ni shu yerda o'zi iste'molchi dorini sifatliligini tekshirib olib ketish imkoniyati bor. U shart emas, borgandan keyin uni sifatsizligini bilib yana qaytib olib kelib ovora bo'lib, iste'mol qilganda zaharlanishni oldini olish. Bu bo'yicha qayerlarda targ'ibotlar amalga oshirilyapti? Aholi qayerdan bilsin bu narsani qilish kerakligini? Balki o'sha dorixonada o'sha farmatsevtlarimizga, dori vositalarini sotuvchi o'sha nuqtalarimizda bu narsani targ'ibotini majburiy qilib qo'yishimiz kerakdir. Yoki ijtimoiy bir reklamalar kerakdir. Ijtimoiy reklamalarni ko'paytirish menimcha to'g'ri bo'ladi. Targ'ibot qilinmagan. Targ'ibot qilinganda biz xabardor bo'lardik. Men masalan shifokorman. Men birinchi eshitaman agar targ'ibot qilingan bo'lsa. Demak, targ'ibot qilinmagan. Men bee'tibor amalga oshirilyapti. Mana bizning o'zimizda umuman tibbiyotga bee'tibor basman. Shu bir narsani eshitsam, albatta o'sha saylovchilarga qiyin bo'lmasligi uchun shularga osonlik bo'lishi uchun harakat qilamiz. Botirga aytib o'tganlaridek, saytdan kirib referent narx, misol uchun uni saytdan hamma ham kirib ko'ra olmasligi mumkin. Aholimiz ham saytdan kirish uchun telefondan kirsangiz qiyinroqda, kompyuterdan kirishingiz kerak. Shuning uchun hozir mana asl belgisini ham aytib o'tdik, ya'ni bizani qo'shimcha referent narxlarini ham bilib olish uchun ilovamiz, mobil ilovamiz yaratilganda. Mana shuni ham opa aytgandek ko'rmadim deyaptilar. Biz lekin ko'p joyga targ'ib qildik. Mana shu ilovada ham juda
oson va qulay berilgan. U yoqda UzFarm Info nomli mobil ilovamiz. U yoqda dorini narxini faqat chakana narxini bilish imkoni bor, chunki bu aholimiz uchun yaratilgan. Aholiga faqat chakana narx kerak. Ulgurji dori qancha kirayotgani emas, chakana narx. U yoqda misol uchun ko'rsatib berishim mumkin. Dorini nomini 3 tami 4 ta harfini tersangiz bo'ldi. Dori nomi sirazi to'liq chiqib keladi. Bossangiz o'sha anonsiga narxi, aptekaga, dorixonalarda necha pulgacha sotish mumkin, narxi haqida ma'lumot, u yoqda yo'riqnomasi haqida ma'lumot chiqib keladi. Endi siz aytganingizdek mana shularni ko'proq targ'ib qilishimiz kerak. Ya'ni Kamol aka, bugun raqamlashtirish natijasida aholimizga shunaqa imkoniyat yaratib berilganki, ular bozordagi mana shu dori vositalarining sun'iy narx-navosini o'sib ketishiga qarshi o'zlari kurasha oladilar. O'zlari kurasha oladi. Misol uchun dorixonaga kirdilar, misol dorini olyaptilar. Aytgan mutaxassisimiz aytganlaridek soliq yoki asl belgisiga kirib QR-kod qilishlari mumkin yoki dorini olib narxini so'rab sirazu yozib o'sha joyda ilovaga UzFarm Info ilovasiga yozib dori narxini o'zlari ko'rsalar ham bo'ladi-da, necha pulgacha sotish mumkinligini, yuqori sotayotganligini aniqlab joyda misol uchun ishonch nomerlariga murojaat qilib. Necha ishonch nomer? Qo'mitaniki 1159. 1159 bu raqobat qo'mitasi. Raqobat qo'mitasiniki. Dorilarni narxini nazorat qilish raqobat qo'mitasiga yuklatilgan 26 kredit. Ya'ni gapingiz bo'ldi, fuqarolarimiz hozir imkoniyatlari bor. Albatta. Siz aytgan UzFarm Info saytiga kirib, saytmi? Mobil ilova. Ilovaga kirib narxlarni bilish mumkin. Ya'ni ulgurji bas chakana xalqimizga chakana kerak. Bittadan olish uchun, misol uchun xalqimizga chakana narxlar kerak-da. To'g'ri. Ya'ni bu narxni bilib turib keyin ko'p aholimiz biladiki, arzon apteka bor, oson apteka bor. Ular bilan solishtirsa bo'ladimi? Ya'ni o'sha aynan biz aytayotgan 20% farq qiladigan qismi bor, to'g'rimi? Albatta. O'sha bilan solishtirib, ya'ni referent narxlar sizlardan, ya'ni sizlarning saytlaringizdan referent narx olib turib va albatta bozorga уже realizatsiyaga chiqqan dorilar bilan solishtirish imkoniyati bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi. Unda referent narxdan yuqori sotilmasa bo'ldi. Demak, misol uchun aptekalar bilasizlar ro'yxati keladi. Men misol uchun 5 yildan beri o'sha arzon aptekadan foydalanaman. U yerda nimasi yoqadi? Menga shifokor misol uchun dori yozib bersa, 5-6 ta yozib bersa, albatta birinchi o'rinda men arzon aptekaga kirgizaman. Uni aynan ko'rish uchun qayerda bor? Birinchi o'rinda menga manzili kerak, chunki hamma aptekalar, dorixonalarda sotilmasligi mumkin, noyoblroq bo'lsa. Shuning uchun qayerdaligini bilaman va narxlarni solishtiraman. Shunga qarab boraman. Ya'ni qaysidir dorixonada zavishini, ya'ni ko'tarilgan narx bo'lsa sizlarga murojaat qilsa bo'ladimi? Bir tekshirib qo'yinglar shu joyda degani yoki o'zlaringiz ham shu muntazam ravishda shuni tekshirib turasizlarmi? Boyga aytganimizdek tizimli ravishda o'rganishlar amalga oshiriladi. Bundan tashqari qo'mitaning 1159 qisqa raqamiga ham bemalol murojaat qoldirsa bo'ladi yoki ijtimoiy tarmoqda saytlari bor, o'z qoldiradigan. Tizimli ravishda deganingiz, masalan, 1 yilda necha monitoring qilib turiladi bo'lim tomonidan. Necha marta masalan xususiy dorixonalarga dorixonaga borib qilinadigan tekshirishlarimiz u boyagi holatda 225 ta tekshirish dorixonada o'tkazilgan. Dorixonaga bormasdan xabardor qilib o'tkaziladigan. Boyagi dorixonaga bormasdan o'tkaziladigan tizimli monitoringlarimiz bor. U qanday amalga oshiriladi? O'sha arzon apteka botdan yoki ijtimoiy tarmoqdagi ma'lumotlardan qo'shimcha ravishda o'sha xodimlarimiz tomonidan o'rganib o'tiladi, tahlil qilinib o'tiriladi. O'sha qo'shimcha ravishda aniqlanadigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, boyagi tekshirishga uni ham olib, asos qilib, xabardorga olib tekshirishga o'tkaziladi u. Sizlarda elektronda u tizimda ko'rinadi. O'sha ko'ringaniga qarab turib, demak, yana uni qo'shimcha boy ferteshdan tashqari olib tekshirish qo'shimcha tashkil etiladi u bo'yicha. Ko'pincha agarda misol uchun dorixonadagi o'sha farmatsevtlarimizga murojaat qiladigan bo'lsangiz, agar o'zimiz ham bilib, masalan, 2 ta dorixona, 3 ta dorixonaga kirib turib, bu yerda narx arzonroq, bu yerda balandroq desangiz, bizga shunaqa narxda olib kelishdi deyishadi. Ko'pincha asosan javob mana shunday bo'ladi. Ya'ni yuqorida aytib o'tganingdek, o'sha bu birlamchi zanjir bo'g'iniga borib taqalyapti, o'sha chakana savdo va distributsiyaga. U yerdagi shaffoflikni qanaqa tizim orqali bugun ta'minlanyapti? Boyagi narx shakllanishida ta'sir etuvchi omillarda aytdik-ku, oshib ketayotgan ta'sir etuvchi omillarda boyagi bir qismi defitsit bo'ladigan bo'lsa, bir qismi kontrafaktiv original dori vositasi bo'ladigan bo'lsa, keyingi qismi hozirgi kunda
o'rganishlarda aniqlanayotgan holatlar bo'lyapti. Ya'ni dori vositalari narxlarini referent narx tizimiga ham shakllantirishda o'sha sun'iy ravishda oshirib ko'rsatib kiritish holatlari ayrim dori vositalarida aniqlangan. Bu Farm komiteti tomonidan aniqlanyapti. Biz tomonidan o'sha tahlil qilib qaysi dori vositalari ro'yxatlab berilyapti. Ya'ni o'sha dori vositalarini targ'ibotini amalga oshirish uchun shifokorlar bilan kelishish xarajatlari. Kelishganda qaysidir seminarlarni o'tkazib beradi, qaysidir chet el poyezkalarni qilib beradi yoki bo'lmasa qaysidir holatda boyagi ilmiy ish qiladigan bo'lsa, o'sha qo'shimcha klinik sinov protokol, ya'ni shunaqa ma'lumotlar, xarajatlarni qoplab beradiki, shifokorlar o'sha dori vositasini ko'proq targ'ibot qilishga, ya'ni o'zini mijozlariga, iste'molchilariga shu dori vositasini yozishga holatlar. Dori vositasini ayrimlarida holat bor, o'sha 40% dan 60% gacha holatda shu dori vositasini shifokorlarning xarajati ham bor. Ayrim dori vositalaridagi shu narxini ya'ni uni bozordagi narxida, bozordagi referent narxini ham hattoki belgilanishida o'sha qo'shimcha offshore kompaniyalar orqali ro'yxatdan o'tkazib olgan holat bor. Endi bu holatni tizimli to'liq bartaraf etish uchun bu yil bilsangiz Sog'liqni saqlash vazirligining 3242 buyrug'i bor. Bundan tashqari prezident farmoni PF13 chiqdi. Unda ham belgilanib ketdiki, agarda dori vositasini referent narx bo'yicha hujjatlar topshiriladigan bo'lsa, qo'shimcha ravishda eksport yuk deklaratsiyalarini talab qilish. Ya'ni o'sha aslida bu dori necha pulga chiqib kelyapti. Ya'ni bu chet mamlakatida necha pul bo'lgan, to'g'rimi? Offshore kompaniyalarda yana qancha holatlardan o'tgan. Qo'shimcha kirib qolgan, mana hali aytyaptilar-ku, misol uchun ishlab olib kelyapti, narxini ko'tarish, sun'iy ko'tarish uchun misol uchun o'zi Hindistondan chiqyapti, misol uchun boshqa bitta Dubayga boryapti yoki qaysi davlatga boryapti. Hujjatda bir 4 ta 5 ta offshore kompaniyadan eksport bo'lib kelayotgan holatlari ham narxlar ko'tarildi. Endi hozir birgalikda o'tkazilgan nimada Farm komiteti bilan birga Kamoliddin aka bilan qilgan tekshirishlarda 2300 ta dorini o'rganilganda ayrim holatda kerak bo'lsa 2000% ortiqcha belgilangan holatlar aniqlangan. 2000%. Ya'ni bitta dori vositasiga ustiga sun'iy narx oshirilishi 2000%. Belgilanishini o'zida shunaqa offshore kompaniyalarni qo'shish orqali shunaqa shartnomasini taqdim etgan, qo'shimcha hujjat talab qilish oldingi talabda bo'lmagan, bor hujjatlar bilan o'tkazilgan, oshib ketaveradi. sun'iy ravishda holatlar bo'lgan. E'tiroz o'rtacha ayrim holatda 600-300%li dori vositalari ham juda ko'p. Demak, Botir aka, bu yerda hozir narx-navoni sun'iy oshirilishi faqatgina mamlakat ichida emas. Ya'ni mamlakatga kirib kelguncha ham bo'lishi mumkin. Kirib kelguncha. Buni nazorat qilish mexanizmlari bugun davlat tomonidan amalga oshiriladi. Endi 1-apreldan maydan yangi mexanizmlar joriy qilindi bu narsa. Bosqichma-bosqich. Bu hozir inventarizatsiya ketyapti. Farmatsevtika xavfsizligi markazi bilan farmatsevtika rivojlantirish agentligida vakolatli organlar o'z inventarizatsiya qilinyapti. Bu holatlarni, ya'ni shu tizimli inventarizatsiyadan o'tkazib bo'lgandan keyin dori vositalari avtomatik ravishda bir qanchasi tushiradi. Hozirgi 2300 tadan 400 ta holatda shunaqa dori vositalari narxlari tushirildi. Hamma bu yangi qo'shilgan referent mamlakatlar hisobida ham biz bejizga qo'shmaganmiz. Hozir misol uchun Turkiya, Misr davlati, Ruminiya, Yevropadan Ruminiya davlatlari oldingi 10 ta referent mamlakat ichidan 3 tasi olib tashlab, boshqa 3 tasi qo'shildi. Bu ham dorilarning narxini tushirishga, arzonlashtirishga xizmat qilish uchun bu davlatlar ham qo'shildi. Bu ham mana hozir dorilarning narxini real, aniq, shaffofligini ko'rish uchun imkon beradi. Bir masala jamoatchilikda juda ham ko'p muhokama qilinadigan narsa, ya'ni bizning mamlakatimizda dorixonalar ko'pligi. Ziyodbek aka, mana so'nggi 6 oy davomida bizning xabarimiz bor, Adolatsiz so'z demokratik partiyasi Qonunchilik palatasidagi adolat fraksiyasi tomonidan dori-darmon vositalarining narx-navolarini sun'iy o'sishi, ularning sifati bo'yicha juda ham ko'p o'rganishlar amalga oshirildi. Respublika miqyosida, Qoraqalpog'iston Respublikasida, viloyatlarimizda, Toshkent shahrida juda ko'p aytishadi, ya'ni O'zbekistonda dorixonalar ko'p. Va uni nisbat bilan solishtirganda, ya'ni chet mamlakatlar bilan rostdan ham bizda uni soni ko'pmi yoki bu ham ma'lum bir darajadagi stereotiplarmi? To'g'ri. Nafaqat ularning soni hozir o'zi qancha, nechta? Hozirgi kunga qadar 12,5 mingta shifoxona kechirasizlar. Dorixonalarimiz bor. Ularda orasida misol uchun 8,5 mingtasi dorixonalar soni bo'lsa, yana 4 mingtasi bu filiallar hisoblanadi. Shunday qilib amalga oshiriladi ular. Aytmoqchi bo'lganim, rostdan ham dorixona soni ko'p. Nafaqat o'zi ichki fikrimiz, balki xorijdan kelgan mutaxassislarning ham yoki oddiy aylanganga kelgan turistlarning ham fikri. Rostdan ham dorixonalar juda ko'p.
xuddi oziq ovqat do'konlariga o'xshab ketgan. Turistlarning bir hazili bor-ku, juda ko'payib ketdi. O'zbekistonda eng katta kompaniya bu Darixono kompaniyasi ekan deyshadi. Xuddi shunaqa Darixono kompaniyasi deb juda ko'p hazillashadi. Aytmoqchi bo'lganim biz ham bitta guvohi bo'ldikki, hududlarda o'rgangan chiqqanimizda albatta raqobat qo'mitasi vakillari bilan, yana Farg'ona viloyati mutaxassislar bilan gaplashmoqchi bo'lganimizda, o'sha paytda ham ular dorixonalarni o'rganayotgan bo'lgan. Ya'ni biz o'rganishlarimiz 3 kun davomida davom etsak, ular bilan hech ko'risha olmadik. Sababi rostdan ham unday holatlar juda ko'payib ketgan. Misol uchun baribir bu o'rganishlar davomida biz aytayotgan ulgurji savdo bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar bilan ham men uchrashdim, gaplashdim. Bu menga qiziq bo'ldi. Ularni ham albatta fikrini bilishimiz kerak. Nafaqat o'zimiz tashkilotlardan xulosa olib yoki ma'lumot olib xulosa qilib olganimiz bu noto'g'ri bo'lardi. Ularning fikrini eshitdim. Hozirgi nimaga qiynalyapsizlar deganimda ularning bitta javobi aynan hozir yaxshi nimalar standartlarga o'tishga qiynalyapmiz. Qaror chiqqan, farmon chiqqan, lekin muddat qo'yilgan, ya'ni 26-yilgacha hamma o'tishi kerak. Lekin shu tomondan ular hozir qiynalyapti. Sababi bitta o'rganib kelish komissiyasi bor. Bitta o'rganib kelish ularga ham palon millionga tushyapti ekan. Shu tomondan ular qiynalganini aytdi. Shu tartibda bir yengillashtirish yoki muddat qo'shish imkoniyat bormi? Sababi deydi, referent narxlar belgilangan, biz o'shunga ham qiynalyapmiz. Oshira olmaymiz. Aptekalarda iloji yo'q, bitta tadbirkorda 4 ta 5 ta aptekasi bo'lsa, qaysidir joyda unga 18% qo'yadi, qaysidir joyda 19% qo'yadi. Biri-birini hech bo'lmasa bir-birini orasida raqobat qilish uchun. Bundan olmasa, buni narigisini oladi, lekin u ham uni aptekasi. Ya'ni shunaqa o'yin qilishga majbur bo'lyapman dedi. Undan tashqari, aynan shu asl belgisiga biz dorilarni olib kirsak, import qilganimizda biz agentlikka murojaat qilganimizda asl belgisini kutib qolyapmiz ancha. Ya'ni bizda dori vosita, shunaqa dori vositalarimiz borki, ular tezda realizatsiya qilish kerak. Uni muddati bor. O'zimiz bilamizki, muddati bor. Shu dorixonalarga tarqatguncha uni vaqt o'tib qoladi. Shunga asl belgisini aynan shu QR kodlarni olib bazaga qo'shguncha ancha vaqt o'tib ketyapti. Birorta tadbirkorlar 2 oylab, 3 oylab ham kutyapti ekan. Shu tomondan ham bir sizlar bilan maslahatlashmoqchi edik. Bu tadbirkor ham bari aholi. Bizni saylovchilarimiz desak bo'ladi. Bizni aholimiz, fuqarolarimiz, ularga ham yengillik yaratish kerak. To'g'ri, bu tizimimiz juda nima desam ekan, qo'yvordi desa ham bo'ladi. Endi baribir hozir ancha ishlar qilingan qo'lga olish uchun, ya'ni nima desam ekan, sifatsiz va qalbaki dori vositalaridan o'limlarni, yosh bolalar o'limlarini yoki homilador ayollarni o'limlarini kamaytirish maqsadida uni yo'q qilishimiz kerak o'z aslida unaqa holatlarni. Shu sababli ikkala tomonni ham pallaga ikkala tomonni ham qo'yishimiz kerak. O'zi mana shu tizim, shu bo'layotgan tizimdagi muammolarni yechishga bir yechadigan imkoniyat. To'g'ri, qiyinchilik bo'ladi. Har bir yangi tizimda moslashish uchun u uchun mutaxassislar ham o'zlari harakat qilish kerak. Ko'rish kerak. Bu tizim, masalan, kim mutaxassis? Shifokormi, farmatsevt? Yo'q, farmatsevtlarda, farmatsevtlar. Nima uchun bu afzal, yaxshi tizim? Qarang, siz o'sha raqamli markirovkalash yo'li bilan dori vositasini kirib kelishidan iste'molchigacha bo'lgan zanjirni ko'ra olasiz. Undan sifatli, haqiqatan ro'yxatdan, davlat ro'yxatdan o'tganligi, muvofiqlik sertifikatidan baholanganligi, o'tganligi haqida ma'lumot ola olasiz. Bu raqamlashtirish, baribir bizani tizimni raqamlashtirish yo'li bilan shu muammolarni yechsa bo'ladi. Qiyinchilik bo'ladi. Baribir bu narsaga o'tishimiz kerak. Bitta masala Komildagi yuqoridan ta'kidlab o'tira, aniq savol berilyapti, aniq savol qo'yilyapti bu tadbirkor tomonidan, ya'ni o'sha QR kodlarni kiritish masalasi. Juda ham sekin amalga oshirayotgan. Bu QR kodlar kim tomonidan kiritilinadi o'zi? Va nimani hisobiga u hozirgi paytda sekin? Chunki balki rostdan ham asoslantirib tadbirkorimiz masalani qo'yayotgandir. Dori vositalarining muddati ham bor-ku, uni ham inobatga olish. Hammasi inobatga olingan bo'lishi kerak. Men bu to'liq bu yo'nalish bo'yicha alohida bizada ishlaydigan bo'lim bor, mutaxassislar bor. Baribir shu sohani ichiga bo'lganimiz uchun
qanchadir ma'lumotga ega biz ham. Albatta. Lekin bu raqamlashtirish balkim uni o'zini texnik jihatidan balkim shunaqa Agar ruxsat bersangiz, Yodbek aka sizni o'sha tadbirkorimiz bilan bog'lab qo'ysalar Albatta, va ularga yordam berib, agar kerak bo'lsa tushuntirish berib, balki texnik rostdan ham jihatdandir uni muammosi. dolzarb masalalarni ko'tarayotgandir, balki uni hal qilish kerak. balkim texnik jihatdandir. Aytmoqchi bo'lganim, o'zi shu tartib to'g'rimi? Yo'q, tartib to'g'ri. Tartib juda yaxshi, rostdan ham Albatta. o'rgandik. Asl belgisini QR kod bilan bu qulay, sizlarga ham qulay, Albatta, bu tadbirkorga ham, zanjirni bilasiz. distribyutorga ham qulay, Bizlarni iste'molchiga. qiynaydigan joyi shu zanjir. Kim olib kiryapti, kim qanchaga olib kiryapti, uni muvofiqlik sertifikatlari ro'yxatdan o'tgan o'tmagani bu ma'lumotlarni bitta zanjirda emas edi-da shu paytgacha. Mana hozir shu narsa qilinyapti. Bu yaxshi yechimda bu. Aslida bu jamoatchilik monitoringi uchun bir yangi yechim. Albatta. Hozirgi paytda biz jamoatchilikka, xalqimizga, aholimizga, iste'molchilarimizga bu narsadan qanaqa to'g'ri foydalanishni o'rgatadigan bo'lsak, bu Albatta. bozorni ham mana shu sun'iy ravishda o'sib ketishini, narx-navolarni o'sishini oldini olamiz. Albatta. Eng avvalo biz yuqorida aytib Tizimda o'tganimizdek, to'g'ri ishlaydigan tadbirkor menimcha undan e'tiroz bildirmaydi. albatta. Chunki Juda u to'g'ri. raqamlashtirish o'zi har bir yo'nalishda raqamlashtirish o'sha tizimni yengillashtirish, oson qilishda. Shaffofligini ta'minlab beradi. ta'minlash ham bor. Endi o'zi Va qulay asosiy bo'ladi. raqamlashtirish, qulaylashtirish. Shuning uchun bu aytibmanki, balkim u bog'lab gaplashib ko'rish kerak. O'zini texnik jihatdan qanaqadir muammosi bordir, yoki mutaxassis o'zini mutaxassislaridan qanaqadir Bilimi muammosi kamroqdir bordir. balkim o'zini. Endi hozir nima qilmoqchiman? Man hech kimni anaqa- Dorixonalarni ko'pligi, dorixona ko'p. Bu masala 1933 da Toshkentda o'zida. Yo'q, bu dorixonani ko'pligi degani ertaga iste'molchiga noqulay qilib, o'ta raqobatli 20 ta dorixonani 5 taga uchirib qo'yishimiz u raqobatga ham holat. Uni Albatta. qo'yib berish kerak. Dorixonani ko'pligi qanaqaki, o'zi dorixonani sotuv talab bor. Va oxirgi 1-2 yilda bilsangiz, dorixonalar soni shundoq ham kamaygan. Statistikaga qaraydigan bo'lsak, boyagi markirovka tizimiga o'ta olmagan dorixona, GMP talablariga o'ta olmagan yana qo'shimcha dorixonalar avtomatik ravishda qisqaryapti. O'zidan o'zi Bizada yopiladi. nimaga Qisqacha bu bizaga qanaqa nimaga talablar? bizaga Xalqaro talablarga o'tish bilan 2022 yil yakunida 15500 ta 22 yil yakunida 15500 dan ortiq dorixona bor edi. Bizning statistikaga. Mana hozir Salkam kunga 3000 kelib ga kamaygan. 3000 ga kamaygan. Bu 2 yilda. 2 yil. endi dorixonalar bizada Bu nima realniy bilsangiz, bizga berilgan shifoxonani raqamlar. 3 yil shifoxona oldingi raqam emas, biz man olgan siz raqam. 12,5 ming bugungi kungi holatda aytyapsiz. 1-marta 22-yil oxirida 3 yil oldingi holatda boyagi 15,5 mingta dorixona edi. Buni statistikadan ko'tarsangiz ham bu Yo'q, faktlarni beradi. bitta narsada Bu dorixonalarni kamayotgani ko'paytirish bilan biz aholini ko'paytirish salomatligini demayapmiz. mustahkamlayapmiz. Ko'paytirish demayapmiz. Xalqaro Boyagi- tajribaga o'tsa, o'z-o'zidan sifatlisi qoladi, sifatli Yo'q. sifatsiz chiqib ketadi. Aytyapti, boyagi dorixonaga bo'lgan talablar bor-ku. Dori vositalarini bilsangiz, bugungi kunda retseptsiz dori vositalarining narxlari erkin narxda. Erkin Ya'ni bozor. retseptsiz bo'ladigan bo'lsa, 1-apreldan boshlab erkin narxda. Boyaga aytganingizdek 15-20 necha foiz qo'yilishi u davlat tomonidan tartibga solinmayapti. Lekin Retseptsiz aholiga zarur dorilarga. bo'ladigan retseptli dori vositalarining narxi davlat tomonidan nazorat qilinadi. Bu birinchi. Ikkinchi, dorixonada ko'p yo'l qo'yilayotgan xatoliklardan biri, misol uchun chet el davlatlariga boradigan bo'lsangiz, retseptli dori vositani kirib so'raydigan bo'lsangiz, sizga sotvermaydi. Bermaydi. Bizada retseptli dori vositasini yozayotgan doktorning o'ziga, shifokorning o'ziga hech qanaqa qonuniy javobgarlik yo'q. Xohlasa blankaga yozib beradi, Qog'ozga yozib beradi. xohlasa cho'rnoy qog'ozga yozib beradi. Bu agarda xohlagancha yozgandan keyin buni yozgan odamga hech qanaqa javobgarlik yo'q, lekin sotgan odamga Javobgarlik. dorixonaga javobgarlik bor, sotgan shu ro'yxat. Endi bemor kelgandan keyin boyga u qaysi dorixonadan qatdan qanaqa olishini qizig'i yo'q. Bemor keldi, qo'lda doktor yozib bergan ro'yxat bor, bu bo'yicha dorini olish kerak. Ya'ni biz dorixonani qisqartirish emas, amaldagi talablarga muvofiq ishlashini ta'minlashimizni o'zida yetarli bo'ladi. Ya'ni o'sha balkim qaysidir bizada yana bir masala hozirgi kunda shifoxonalar tomonidan dori vositalarining ta'minlanish masalasi. Prezident qarori 411-son qaroriga asosan 22-yil chiqqan qarorda 23-yildan boshlab bosqichma-bosqich dori vositalari shifoxona tomonidan ta'minlanadi deyilgan. Ya'ni o'sha qaysidir davlat tomonidan tekin beriladigan dorilardan tashqari o'sha yozilgan shifokor tomonidan yozilgan dori vositalari shu oilaviy poliklinikalarda ham tashkil etiladigan sotuv bo'limlari orqali shu dorixonalar orqali sotilish kerak edi. Bu narsa joriy etilmadi hali kungacha, hozirgi kungacha. Misol Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan bu narsa joriy etiladigan bo'lsa, shundoq ham dori vositasini ro'yxat olgandan keyin ko'chaga chiqib qidirib yurmaydi.
bu talabda yozib qo'yilgan. Bundan tashqari agar muassasani o'zida sotib oladi. ulgurji qanchaga xarid qilgan bo'lsa, shuncha narxda sotish kerakligi belgilangan. Ya'ni bu yerda shu boyagi 20% yo'q. bo'lmaydi bu holat. Tomonligi nimaga haligacha bu narsa joriy etilmagan? Tartibi Sog'liqni saqlash vazirligi vazirlik tomonidan hali joriy qilinmagan. Bosqichma-bosqich amalga oshirish yo'lga qo'yilmagani ham bu bitta omil. Demak, oldin standartlar joriy qilib olish kerak. Hozirgi kunda o'sha talablar, nizomlarni qanaqa xarid qiladi, qanaqa tarqatadi, qaysi ro'yxat, qaysi tizim orqali, ya'ni elektron retsept tizimi ishga tushishi kerak. Buning uchun sog'liqni saqlash tepada 3-etajda o'tirgan shifokor yozadigan bo'lsa, 1-etajda dorixonadan oladigan bo'lsangiz, dorini u avtomatik ravishda kasallik familiyasini yoki o'zini kodini aytsa, unda ko'rinib sizga dorilarni berish kerak. Agar o'ttiga narx qoniqtirmasa, tashqariga chiqib dorixonadan qidiradi. Keyin shifoxonalarning atrofida bizda dorixonalar ko'p joylashgan. Qaysidir chekka tumanlarga borsangiz, mahallada hattoki dorixonalar ham yo'q. U borib shu rayon markaziga borib olib keladi. Yo'q, Botir aka to'xtang. Qisqartirish degan emas, amaldagi talablarga rioya etilishini o'zi dorixonalarni tartibli ishlashga olib keladi. Talablarni so'rab qolsak, demak, o'zlari eplolmaganlar imkoniyati, iloji yo'q, yopilib ketadi. Mana hozir yopilish masalasi emasda, bu yerda ishlatish Hozir bir daqiqa, uzr. Muassasani o'zida agarda ulgurji narxlarda sotiladigan bo'lsa, u tashqariga ham chiqmaydi. Iste'molchi tanlov huquqi bor, xohlasa o'sha yerda sotilayotgan arzon o'ziga qulay bo'ladi. Bu Albatta. 20% qo'yilmagan. Kamolda aka, nimaga bu narsa haligacha joriy etilmagan va qanaqa jarayonda hozir? bu masala bo'yicha sog'liqni saqlashdan mutaxassis vazirlikning o'zi javobgari. Bolnitsalar, shifoxonalar, poliklinikalar u baribir sog'liqni saqlashga tegishli tashkilotlarda. Buni sog'liqni saqlash ishlari amalga olib borilayotgan. Ya'ni bu jarayonni tashkil etish shifoxonalarning o'ziga yuklatilgan. Yo'q, Sog'liqni saqlash vazirligi buni tartibini ishlab chiqish kerak, buni qanaqa realizatsiya qiladi, qayerdan oladi, qanaqa sotadi. Menda yana bitta sotadi. narsada mana shifoxonaga yotqizilayotgan kasallar har bir kasallikka nisbatan nozologiya tartib belgilangan, uni standarti bor, protokollari bor. Masalan, bitta kasalga 4 ta yoki 5 ta dori tavsiya qilinadi. Agar qo'shimcha tavsiya qilinadigan bo'lsa, bu o'sha o'zlarini maxsus komissiyalarini konsilium deymiz. Konsiliumidan kelgan bitta qo'shadimi, ikkita qo'shadimi, dori vositasi qo'shadi. Lekin dorixonalardagi dorilarda shu standartda belgilangan dorilar bilan bir xilligini solishtirganimda 50% ham, даже 40% ham emas ekan. Standartda belgilangan bizga tavsiya qilinayotgan protokoldagi dorilar dorixonaga 40% xolos. Qolgan 60% har xil davlatlardan kirib kelgan har xil dorilar. Buni nazorat qilsa bo'lmaydimi? Standartda nima bo'lsa shu kirib kelsin. Standartda dorilar xo'p, nomi bilan kiritilganmi yoki xalqaro patentlangan nomi bilan kiritilgan? Yo'q. Masalan, neonatologik kasalga, masalan, chaqaloq infeksiya bilan tug'ilsa, ampitsilin, gentamicin, glyukoza, askarbinka bo'ldi. Vitalka qilinadi. Bo'ldi. Shu standartda bor. Bular mumkin dori vositalar. Shu chaqaloq shu bilan lecheniya bilan chiqib ketish kerak. Agar u chaqaloqda asorat bo'lsa, o'zgarish bo'lsa, konsilium qilib, yana qo'shimcha bitta ikkita dori vositasi qo'shiladi. Lekin dorixonada bu standartli doridan tashqari kerak emas. Men balkim kerak emas deb aytayotgandirman. Bu standartdan boshqa dorilar bor demoqsiz, ha? Masalan, 60% bo'lmasin o'sha dorilar. 10% bo'lsin, 20% bo'lsin, 80% standartli dorilar bo'lsin. Siz o'zingiz aytib o'tdingiz. 4 ta yoziladi, 4 tagacha yoziladi, keyingisi maslahatlashib yoziladi deysiz. Hozir men ko'rgan o'sha shifokorlar yozib bergan retseptlarda eng kami 7-8 10 tadan yuqori dorilarni ko'r. Bu talab bo'lib turgandan keyin dorixonalarning o'zi majbur bo'ladi. Ham o'zini tartibi bor. Boy yetayotganingizda 4 tani yozyapti. Balkim biz endi shifokor emasmiz, shifokor kerak. Dorixonada biz ko'rgan bizada endi uni. Qolganini 4 ta kam chiqadi. Boy zakaz qilgan klinikalar aytdik-ku, zakaz qilgan dori vositalarini egalarining faqat bir tomonni ko'rib qolishimiz ham noto'g'ri-da, dorixonaning o'zini. Qo'shimcha yozdi. Talab bo'lsa ular ham olib keladi-da, talab bo'lmasa ular ham olib kelmaydi. Lekin bu savollar mantiqiy davomi sifatida o'sha dorixonalarda faoliyat olib borayotgan farmatsevtikalarimiz agarda kelsak, retsept bilan keladigan bo'lsak, bu dorimiz yo'q, lekin o'rniga bunisi bor deydi. Ya'ni u standartga kirmagan dori bo'lishi ham mumkin, Manzur opa, to'g'rimi? O'rniga deganda bitta holatda aytib beraman. Men kirib keldim, yaqinda bo'ldi. Aptekaga kirdimda, nevaramni ichi buzilib qoluvdi. Aptekaga kirdimda, Linux so'radim. 3 yashar nevaram. Linux so'rasam, u aytdiki, nima? Linux yo'q dedi.
nima tetratsiklin bor dedi. Unda to'g'ri boshqa dori bo'ladi. Ha, tetratsiklin bor dedi. Dedi, lekin 3 yasharga bo'laveradimi dedi. Men endi bu shifokorligimni bo'lmaydi, bilmaydi-ku. Desam, ha, bo'laveradi dedi. Yosh qizchada endi. Men aytdim, tetratsiklin dedim, siz vrachmisiz yo farmatsevtmisiz, kimsiz desam, men deb turib indamay qoldim. Men aytdim, siz soha vakili bo'lmasangiz dedim. 8 yoshgacha tetratsiklin mumkin emas dedim. Siz bunaqa tavsiya qilmang dedim. Endi men shifokor ekanman, shuni tahlil qila oldim. Bunaqa holatlari ham bor. Shifokor bo'lmasa tetratsiklinni olib borib 3 yashar, 4 yashar bolaga ichirsa, unda nima bo'ladi? Bunaqa holatlari ham bor. Bunga sizga qo'shilaman. Bekzod aka aytganlaridek o'rniga hozir mana bu ham bir qanday aytsam ekan, dorini nomini yozib retsept yozish ham o'zi bilasiz noto'g'ri. Dori retsept yozayotganda dorini xalqaro patentlanmagan nomi bilan, patentlangan nomi bilan yozish kerak. Unda mumkin, misol xalqaro patentlanmagan nomi bilan 5 tagacha tavsiya qiladi. Tavsiya qila oladi. U qanday bo'ladi misol uchun? Biz doim o'rganib qolganmiz retseptni. Ta'sir etuvchi moddani o'zini. Aniq nomi bo'ladi. Ha, aniq nomi bilamiz. Mana shu muammolarni ham yechish, mana hozir dorixonaga noto'g'ri tavsiya berildi. Dorilar lotincha yoziladi. Noto'g'ri tavsiya berishni oldini olish uchun keyin doktorlarimizni, shifokorlarimizni aytib o'tganlaridek o'sha qanaqadir rag'bat o'shalarni ham oldini olish uchun mana hozir Yunusobod tumanida elektron retsept joriy qilindi. Hozir tajriba sifatida adashmasam 25-yil oxirida butun Toshkent bo'yicha o'zi bosqich bo'lib berdilar. Bu qaysi platforma asosida? Bu Dimay tizimida, Dimet tizimi orqali elektron retsept. Mana shu elektron retsept ham asal belgisi, men birdan shu omillarni ham ta'sir qiladigan omillarni ham sanab ketadigan bo'lsam, asal belgisi o'sha raqamlashtirish, retsept, elektron retsept, referent, mana shu uchalasi tizimli ishlashni boshlasa, narxlarga ham ta'sir qiladi, dorilarni o'sha to'g'ri berilishiga ham, dorilarning tanqisligini oldini olishga ham ta'sir qiladi. Bu faqat 3 ta tizim ishni boshlash kerak. Hamma joyga joriy qilib, to'liq ishlashga o'tish kerak. Retseptli dori vositalar ro'yxatini nimaga kengaytirish mumkin emas? Ayniqsa antibiotiklarga. Antibiotiklarni xohlagan odam olib ichiryapti. Shuni mana bu birinchidan immun tizimga albatta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mana elektron retseptga o'tilgandan keyin shifokor yozib bermasa, mumkin emas. Elektron retseptga o'tilgandan keyin shifokor yozib bermasa, uni dorixonachi sotmaydigan talablarga o'tiladi. U bosqichma-bosqich. Men nima sifazalin oluvdim, o'shanda yaxshi bo'ldim. Yo'q. Bu ham olish mumkin emas. U juda xato. Qo'lda bir mahal olar ekansan, xolos yaxshi bo'ldi desa, ikkinchisi olyapti o'sha dori. Mana shu o'zimizni umuman berish, taqiqlab qo'yishimiz kerak. Tibbiyot madaniyatimizda ham anosida bu muammosi, o'z-o'zini davolash bizda juda ko'pda. Bu nechta holatlar bo'ldi. Buni qanchalik asorati bor, o'sha antibiotikda yoki oddiy gormonlarda. Deksametazonda ham olib qilishaveradi, prednizolonda ham olib qilishaveradi. Bu gormon-ku deb birorta mutaxassis yoki boshqasi eshitib qolsa, tavsiya bera oladi, lekin u fuqaroda atrofida medik bo'lmaydigan bo'lsa, u o'ziga o'zi muammo qiladi. Dorilar reklamasidan ham, endi o'zimning fikrim, dorilarning reklamasidan ham shunaqa ijtimoiy reklamalarni ko'paytirishimiz kerak. O'z-o'zini davolamaslik, dorixonalardan dorini istalgan dorini olib ketmaslik. Mani o'zimning fikrim bu. To'g'ri, hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham doktorlar ko'payib ketgan, shifokorlar ularni tartibga solish kerak. Bir-birini, misol uchun bitta narsa gapirsa, bir-biriga qarshida gapi. Qaysi biriga nima qilish bilmaysiz. U protokol, u misol uchun o'sha yerda tavsiya beryapti, dorilarni ham tavsiya bersa kerak. Bo'yniga hech nima olmaydi. U protokol rasmiylashtirmasa kerak u. Dori yozib bergan dorisini protokolda istoriya tarixini yo'q. Uni hech narsa yuk tushmaydi-da. Bu ham tartibga solinadigan yozmayapti-da u. Yo, uni tartibga solish bo'yicha qadamlar bor. Hujjatlar bor. Bosqichma-bosqichda. Mana shular ham dorilarni reklama qilib qo'yadi ular ham dorilarni. Bir masalada, ya'ni mana podkastimizni boshidan ma'lum bir savollarga javoblar topyapmiz. Ya'ni xususamiz ko'rgan iste'molchilarimiz o'zlarining savollariga javoblar topishyapti va harakat qilyapmiz aniq yechimlar berishga. Qaysi ilovani yuklab olish kerak, nimalarni amalga oshirish kerak. Mana shunday vaziyatda menimcha iste'molchi, ya'ni bemorlarimiz shifokor oldiga kelganda eng birinchi qiladigan ish bu nima? O'sha majburiy, o'sha retsept o'zini varag'i bor, to'g'rimi?
majburiy retsept varag'iga yozing deyish kerak. Eng avvalo talab qiladigan narsa albatta shu, to'g'rimi? Ya'ni bugungi holatda shu kecha kunduzda misol uchun bizni ko'rib turgan o'sha bemorlarimiz bo'ladi, tomoshabinlarimiz bo'ladi. Ular savol berishligi mumkin. Nima qilay hozir men? Bugun nima qilishim kerak o'zimni himoyalash uchun? Eng birinchi masala bu, ikkinchisi bu, uchinchisi bu. Kim javob beradi? Menimcha ko'ngildagi bu sizning masalangiz bo'lsa kerak. Xo'p, avvalambor o'z-o'zimiz davolashdan tiyilish kerak. O'z-o'z davolashdan. Shifokorga murojaat qilganda siz aytib o'tganingizdek, o'zini maxsus retsept yozadigan blankasi bor. U blanka ikkita tomonli bo'ladi. Bittasi dorixonaga qoladi, bittasini o'sha dori xarid qilganda qaytarib beradi. Iste'molchiga bemor o'zida qoladi. O'zini anosini urib, shtampini urib qaytarib beradi. Shu orqali dorini nima desam ekan, o'z-o'zini davolanish, shifokordan ham to'g'ri dori yozib olishni o'rganishimiz kerak-da. Keyin mana shu dorilarning sifatini nazorat qilishda xalq tomonidan jamoatchilik tomonidan oshsa, sifati nazorat oshsa, bu o'z-o'zidan dorixonalarimizga ham ta'sir qiladi. Sifatli dorilar o'la ham dorixonalarimiz ham erta har xil nima desam ekan, jarimalardan to'lashdan o'zlari ham tiyilishga harakat qiladi. O'sha sifatini tekshirsa, narxini tekshirsa, hozir mana aytib o'tdilar, ishonch nomerlarini berdilar. Shu orqali o'z bitta dorixonachi, biz ham tushunamiz, ular tadbirkor foyda ko'rayotganda juda ko'p foyda ko'rmasa kerak. U jarima to'lagandan keyin o'sha jarimasini uyimga olib boray deydi, o'sha to'lagan jarimasini. Shu ham jamoatchilikni nazoratini kuchaytirish orqali tizimni ham oldinga yaxshilanishiga ta'siri ko'p bo'ladi. Shu narxini nazorat qilish uchun mobil ilovamiz, sifatini nazorat qilish uchun asl belgisi orqali ro'yxatdan o'tganmi, muvaffaqiyat sertifikati olganmi? Mana endi elektron retsept joriy qilinyapti. Elektron retsept orqali, uchalasi orqali yechim topsa bo'ladi bu hozirgi tizimli muammolarga. Zotbek aka? Ha, o'sha aslida men endi chet elda o'qiganim uchun bundan bir 10 yil muqaddam ko'rganman shu tizimni, tavsiya qilmoqchi edimki, ya'ni o'zimni nazarim, videniyamda, ya'ni aynan shu tizim. Sizni qarashingiz. Meni qarashim kelgusida, ya'ni qisqa muddatda bizga maqsadga muvofiq buni qisqa muddatda joriy qilib olganmiz. Juda to'g'ri aytdingiz. Raqamli retsept bo'lishi, ya'ni elektron retsept, aynan shu demet olib qarasa rosa ko'ngladim. Telefonimga ham yozdim, kompyuterimda ham bor. Shanba kuni poliklinikaga borib keldim. Har bitta qadamimga SMS kelyapti demetga. Ya'ni оповещение, ya'ni nima bor? Xabar kelyaptiki, siz shundan o'tdingiz, sizni bu yerda kutishyapti. Ertalab borib analizda topshirib qo'ydim, obeddan keyin natijalar chiqdi. Ko'rsatyapti-da, qon nimasi, gemoglobin, hammasi onlayn. Narsasi onlayn telefonga kelyapti. Misol uchun menga yoqdi, oddiy demetni olib turib, PNFLni kirgizdim, hamma ma'lumotlarim chiqib keldi. Juda zo'r tizim. Va shundan boshlab bu narsani o'zi ancha oldin boshlashimiz kerak, lekin hozir ham bo'ldi, zo'r ketyapti. Ya'ni siz aytayotgan elektron retsept o'zi kelajakda qanaqa o'zi aslida bo'lish kerak? Shifokorning litsenziyasi bo'lish kerak. Chunki sababi bitta joydan siz xatolikka yo'l qo'ydingiz, ishdan ketdingiz deb bo'shab ketdi deylik, boshqa joyga kiradi, bo'ldi, ishlayveradi. Katta xato, odamni hayotiga xavf keltirgan shifokor bo'lsa ham, chala o'qigan, hali onlayn tarzda o'qigan shifokor bo'lsa ham, litsenziyasi bo'lmasa, ya'ni aynan shu faoliyatini, tibbiyot shaxsga nisbatan litsenziya deyapsiz? Yo'q, har bitta shifokorda o'zi mutaxassis o'zini litsenziyasi. Shaxsiy shifokor. Hozir korxonaga bor, klinikaga bor, o'sha tashkilot tadbirkorlarga bor. Xuddi shunaqa, misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Yevropada ham har bitta nima vrach yoki shifokor juda qo'rqadi litsenziyasini yo'qotib qo'yishdan. Mutaxassis malakasini belgilab beradi-da litsenziya. Xuddi shunaqa malakasini oshadi, hali oliy toifali boshqa deymiz, xuddi shunaqa tizim. Oliy litsenziyaga ega shifokor elektron retsept yozyapti, demetga tushyapti. Bemor keldi, hech qanaqa qo'lidan qog'oz olmaydi. Qog'oz bo'lishi kerak emas. Sababi qog'ozni ham katta minusini bilasizlar. Qanaqa xat bilan yozadi tibbiyot xodimlar, bilasizlar uni. Uni faqat o'zlari tushunib oladi. Shunaqa ko'p vaziyat bo'ldiki, aptekalarda, dorixonalarda mutaxassis ishlamaydi, farmatsevt ishlamaydi. Qaysidir palonchini tadbirkor jiyani ishlaydi misol uchun. Uni tushunmasdan noto'g'ri dori berib yuboradi. U sal oddiyroq odam bo'lsa, ahamiyat bermaydigan odam bo'lsa yoki bemor bo'lsa, u albatta uni nimasi, vnimaniyasi chalg'igan bo'ladi. Mana shularning ham yechimi bo'ladi, raqamlashtirish. Hozir misol uchun siz aytganingizdek, vrach yozib beradi, shifokor, iste'molchi borib dorixonaga o'zini maxsus raqami yoki PNFL aytsa bo'ldi. Uni
unga yozilgan shifokor tomonidan tavsiya etilgan dori retsept onlayn ko'rinadi. onlayn dorixonachiga ko'rinadi tizimda. Misol uchun chetda o'qiganman deyapsiz, chet elda xuddi shunday. Siz borib yoki bir qog'oz ko'rinishida yoki og'zak aytmaysiz, siz raqamingizni aytasiz, maxsus raqamingizni, uni kompyuterda tizimida siz raqamingizni kiritadi, siz haqingizdagi ma'lumotlar, sizga yozilgan dorilar haqida ma'lumot kelib chiqadi. Inson omili cheklanadi. Cheklan raqamlashtirib, mana hozir Demetda aytdilar, ma'lumotlarim onlayn ko'ryapman, mani shifokor kutib turgani haqida ma'lumot beryapti, qadamma-qadam hammasini olib boryapman. Shuni borib olish kerak edi yoki turish kerak edi. Kunlab vaqtingiz ketardi. Qonni topshirib ketib, misol uchun nechidir vaqtdan keyin chiqadi, keling, unga borishga. Misol uchun hozir borish shart emas, qonni topshirib ketib, bu ham mana o'zi raqamlashtirish, tizimlashtirish yechimda, bu ham oldinga siljish deb o'ylayman men. O'z aslida endi jarayonni oxirigacha yetkazib qo'ydim. Bemor shifokordan chiqib ketib, borib endi nimaga dorixonaga boradi. Dorixonada ham albatta litsenziyaga ega farmatsevt bo'lish kerak. Albatta. Kimdirdi falonchini erkatoy jiyanini qo'yib qo'yish juda katta xato. Birinchidan bu katta nimalarga olib kelishi mumkin. Undan ham aptekalarda bilasizlarki, chet elda birinchi o'rinda nima desam, prilavak deydi, ya'ni aptekada nimani qo'yib qo'yadi. Retseptsiz, rastada retseptsiz dorilar qo'yiladi. Biz bilgan haligi faqat retsept bilan yoziladiganlar ular yashirib qo'yilgan bo'ladi. Ular seyfi ham bo'ladi kerak bo'lsa va albatta temperaturli rejim bo'ladi. Bu qattiq qaraladi. U shundan keyin raqamizating deydi. Ya'ni xuddi haligi sotsialniy karta Moskvicha deyiladi-yu, o'zi raqami bo'ladi. Nimalarni har bitta bemorda o'zini fuqaroni o'zini tibbiyot raqami bo'lsa, o'sha identifikatsion raqamlari bo'ladi. Raqamini ketgandan keyin Demetda уже farmatsevtda kelib chiqadi. Allaqachon kelib chiqib, nima dori yozilgan bo'lsa, ya'ni bu tizimda shunaqa nima desamki, sun'iy intellekt davri kelib bo'ldi. Undan yo'q deya olmaymiz. Sun'iy intellekt shunaqa berish kerakki, uni shifokor ham tezlashtirishimiz kerak. Tezlashtirish. Shifokor dori yozsa, kechirasiz, bu bemor 6 oy oldin antibiotik olgan, unga taqiqlangan deydi. Mana shu vaqtlarga ham boramiz. Qizil qilib qanaqadir nima deydi, ogohlantirish bo'lsa, siz mana shu narsalarni ham o'tish kerak. Bo'lsa, o'shunda tibbiyotimiz ancha rivojlanadi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan bitta narsaga men e'tibor qaratdim, o'sha o'rganishlarimiz jarayonida dori vositalarini markazlashgan Sog'liqni saqlash vazirligi taqsimotini qiladi viloyatlarga. Birinchidan o'sha dori vosita maxsus avtomobilda maxsus o'sha ichida temperaturniy rejimi, boshqalariga qaysidir doriga musbat 8 daraja bo'lishi kerak, qaysidir doriga 12 daraja. Shu nuqtai nazardan o'sha dori vositalarini tarqatish uchun bugungi kunga qadar avtomobil alohida ajratilmagan. Ushbu avtomobillar demak viloyatlarga dori tashish bo'yicha demak hech qaysi viloyatga berilmayapti desam to'g'ri bo'ladi, chunki boshqa viloyatdagi mutaxassislarimiz, deputatlarimizdan so'rasam, sizlarga berilibdimi? Sizlar yo'q, hech kimga berilmagan. Aksariyat bu o'sha davlat rahbarini adashmasam 14-qarorlarda belgilangan 24-yil yakunigacha berilish kerak. Bu bitta savol. Sog'liqni saqlash vazirligida tizimli ravishda markazlashgan dori vositalarini perevozkasida qanaqa imkoniyatlasizlarda. Ikkinchisi, biz dorixonalarda omborxonalari bilan ham qiziqib ko'rdikda. O'sha o'zingiz bilasiz, har bir doriga alohida o'sha harorati bo'lishi kerak, uni saqlash muddati yoki boshqa xolodilnik, boshqa tartiblar. Dorixonaga mana omborxonalarga Ziyodbek bilan birga kirdik. Aksariyat alohida markazlashgan viloyatga borayotgan dorini alohida omborxonasi yo'q. Aksariyat tez tibbiy yordamda o'z tez tibbiy yordam 1000 dan ortiq kasalga xizmat qiladi. O'zini dorisi qancha? O'shani omborxonasiga olib borib tushirishar ekan, yerlarga qo'yib qo'yishar ekan. Uni nimada ham rastada ham joy yo'q ularga. Xolodilnik yetmaydi. Shunaqa sharoitlarda bu qaysi dorilar bu markazlashgan, qachon ketadi? Ertadan chaqiramiz, kelib olib ketishadi o'zlari. Qana mashinada, Damaslarda olib ketishadi. Demak, o'sha hududlarimizdagi muammo, ayniqsa dorilarning xavfsizligi, saqlanishi, omborxonalar, umuman mavjud muammolar haqida sizlarda o'rganish bormi? Agar o'rganish bo'lgan bo'lsa, ushbu muammolarning yechimiga qarata qanaqadir qadamlar boshlandimi bugungi kunda? Tajribalar, xalqaro talablar bo'yicha yaxshi
dorixona, yaxshi distribyutor, GXP talablari kiritilgan. Mana hozir nima edi, shoxobchalari bor dorixonalar 25-yil 1-yanvargacha to'liq o'tgan bo'lishi kerak. Shoxobchasi yo'q dorixonalar 26-yil 1-yanvarga xalqaro tarafi. Xuddi shunday omborxonalar ham, ulgurji sotadigan tadbirkorlar ham shu sertifikatlarni olishi kerak. Endi Komilligi uzr. Davlat muassasasi. Mana shu jarayonda nimaga kerak GXP standartlari o'zi bizga? Shuni ham bu tushuntirib ketsangiz. xalqaro standartlar bo'lib, bu xalqaro talab. Bu butun dunyoda bor talablar. Ulardan o'rganishlar natijasida olingan. Baribir misol uchun bizning ham maqsadimiz xalqaro darajaga chiqish, har bir yo'nalish bo'yicha. Shu uchun bu talablarga o'tilyapti, bu sertifikatlashish jarayonlariga o'tilgan. Yaxshi amaliyot. Misol uchun aytganlaridek, siz hozir dorixonalarni davlat muassasalari haqida davlat GMP, GXP shuni aytyapsiz. Xuddi shunday, men nima uchun hozir bu gapni boshladim? Xuddi shunday mana bizga investitsiyaga olib kelib, investitsiya kiritmoqchi bo'lgan chet el katta kompaniyalari bor, katta korxonalar. Ular kirishdan oldin O'zbekistondagi tartiblarni o'rganadi. U yoqda qonunchilikni, qanaqa farmatsevtik yo'nalishda qanaqa tartiblar bor, xalqaro tartiblarni ko'rgandan keyin ularga fikri o'zgaradi. Xalqaro tartib bo'yicha ketyapti ekan, unda boshqacha fikrlaydi. Agar oldingi zamonda oldingi tartiblar bilan qolib ketgan bo'lsa, uni fikri boshqacha bo'ladi. Endi men bu talablarni qo'yishdan maqsad keng demoqchiman-da, o'zimizni farmatsevtik bozorni ham tartibga solish, o'sha tashqaridan xalqaro talablarga chiqish. Xo'p, bu masalada bitta xabarim bo'lgancha nima qilaman? Bilasiz, tibbiy sug'urta jamg'armasi bor, Sog'liqni saqlash vazirligi huzurida. Shu Sog'liqni saqlash vazirligi huzurida tibbiy sug'urta jamg'armasi tomonidan bu yilda respublika bo'yicha tashkil qilinishi kerak, lekin Toshkent shahri bo'yicha hozir to'liq joriy qilingan respublika bo'yicha reimbursatsiya tizimi, ya'ni elektron retsept davlat tomonidan tekinga o'sha qaysidir holatlarda beriladigan dori vositalari ro'yxati o'zi reimbursatsiya tizimiga kiritilgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj, bundan tashqari o'sha nafaqadagi kasallarning ayrim turlariga ayrim nogironligi bor dori vositalariga o'sha dori vositalar beriladi. Bu reimbursatsiya tizimi yo'nalishida tashkil qilinishi. Reimbursatsiya hozir qanaqa bo'lyapti? Bu hozir markazlashgan ta'minot emasda, reimbursatsiya tizimida shifokor bepul beriladigan dorining ro'yxatini tizim boyiga yetkazadi, ID'siga kiritadi. Misol uchun palonchiyev o'sha ID nima raqamiga kiritadi. U ro'yxat shifokorda nimada bemorda ko'rinmaydi, borib dorixonaga borasiz deydi. Toshkent shahrida xabarim bordi, 60 dan ortiq dorixonalar ro'yxatdan o'tgandi birinchi chorakda bu yil. Endi viloyatlarda ham bir nechta dorixonalar, shu har bir tumanda kamida bitta ikkitadan dorixona ro'yxatdan o'tish kerak. O'sha dorixonaga borib, ya'ni dorixonalar ham biz hozir shuni targ'ib qilamizki, dorixonalar ham o'zini bemalol o'sha tibbiy sug'urta jamg'armasiga hujjat topshirib, referent narxda qimmat sotmasligini isbotlab tizimga kiritadigan bo'lsa, ya'ni raqobat muhiti bo'yicha hamma dorixona, bitta tumanda 50 ta dorixona, 1000 ta dorixona hammasi kirishi mumkin. Kod beriladi, iste'molchi boradi, xohlagan dorixonadan o'sha kodini aytib, dorisini bepulga beriladigan dorisini olib ketadi. Ya'ni bu tashish xarajatlari, uni saqlash xarajatlari boyaga aytayotganimizdek davlat tashkiloti muassasasining bo'yinda qolmaydi. O'sha dorixonani bo'yinda, ya'ni dorixonadan bepulga tadbirkor keyin o'sha bir oyda yoki belgilangan muddatda nechta iste'molchiga qaysi dorini berganligini o'sha hisob fakturasini yuborish orqali tibbiy sug'urta jamg'armasidan pulini yechib oladi. Ya'ni bu narsaga xususiy sektor jalb qilish bosqichi boshlangan. Bu davlat tomonidan. Endi lekin tez tibbiy yordam boyagi Rishitium respublikada tez tibbiy yordam markazlarini aytganingizdek, balkim Sog'liqni saqlash vazirligi bilan alohida ko'rib chiqish kerakdir. Va yana bitta masala, hozir sifat masalasiga keldik, ya'ni narx-navodan sekin-asta sifat masalasiga. Jamoatchilik orasida ba'zi bir dorilarga nisbatan ko'rib turibmiz, oxirgi 2-3 yil ichida ham juda ham bir rezonans voqealar yuzaga keldi. Juda ham bir mudhish voqealar yuzaga keldi. Umuman mana shu dori vositalarini, sotilayotgan dori vositalarini sifat sertifikatlari va tekshiruv natijalari yuqorida aytib o'tdinglar, o'sha mazkur ilovalar orqali uni ko'rsa bo'ladi, butun jarayon zanjirda qayerdan o'tdi, qancha narxlar va hokazo. Endilikda sifat sertifikatlari qay darajada kim tomonidan amalga oshirilmoqda, qay darajada o'zi tekshiriladi va u bilan iste'molchi tanishish imkoniyati bormi yoki yo'qmi?
iste'molchi xarid qilayotganda boyagi o'zini xavfsizligi uchun ko'p ma'lumotlarni talab qilib olishi mumkin. Boyagi aytganimizdek shu hisob fakturasi qanchaga olgandan bemalol so'rashi. Bundan tashqari dori vositasini har birini qadog'ida seriya raqami yozilgan bo'ladi. Seriya raqami ko'rsatilgan sertifikati. Ya'ni sertifikatda ko'rsatilgan seriya raqam bilan unga taqdim etilayotgan dori vositasi bir-biriga to'g'ri kelmadi. Demak, bu dori vositasi qalbaki yoki bu dorixona uchun berilmagan, sifat kafolatlanmagan. Seriya namunalarini agarda bizga bersanglar, taqdim etsanglar, bizdan o'sha montaj jarayonlarida qo'yib ko'rsatishadi. Bizni ko'rib turgan o'sha aholimizga, ya'ni qanaqa ko'rinishda bo'lish kerak va uni qanaqa qilib bir-biri bilan farqlab olish kerak. Avvalambor aholimizga mana shu sertifikatni qanaqa qilib farqlab olishni ham o'rgatishimiz kerak-da. Ya'ni albatta barcha emas, insofli, to'g'ri ishlayotgan o'sha farmatsevtlarimiz, dorixonalarimiz juda ham ko'p. Buni tan olishimiz kerak. Va mana shu ba'zi bir holatlarda uchrayotgan o'sha adolatsiz ishlayotgan farmatsevtlarimizga nisbatan ham aholimiz o'zlari ko'nikmalari bo'lsa, bu jarayonni qanaqa farqlab olish. Chunki bilmagan insonga boshqa bir hujjatni ko'rsatsa ham hujjat bor ekan deb ketish ehtimoli bor-ku. Raqobat qo'mitasi shu 2019-yil PFL 817 ga asosan chakana savdo obyektlarida mahsulotlar sifatini nazorat qilish vakolati berilgan. Bu bo'yicha o'shandan bir har yili nazorat xarid mahsulotlar uchun o'tkazganimizda dori vositalari uchun o'tkaziladi. Oxirgi yili misol o'tkazganimizda 52 ta nomdagi dori vositasidan 8 tasida, ya'ni shu 13% shunaqa sifatsiz qalbaki ro'yxatdan o'tmagan dorilar aniqlangan. Bu yil hozir oxirgi may oyida 150 dan ortiq dori vositalari hududlar kesimida xarid qilinib, farmatsevtika mahsulotlar xavfsizligi markaziga berilgan. Ya'ni o'shani sifatini ko'rsatkichlari bo'yicha qadog'i, ichki tarkibi hammasi ko'rib berish bo'yicha bu ham tizimli ravishda amalga oshiriladi. Endi davlat organlari bilasiz, soni cheklangan, vakolat cheklangan. Bu masalani hal etish uchun Raqobat qo'mitasi tomonidan 24-yilda Vazirlar Mahkamasiga qaror loyihasi kiritilgan. Bu qaror loyihasida nodavlat notijorat tashkilotlar tomonidan Raqobat qo'mitasi bilan kelishilgan holda sirli mijoz dori vositalarini nazorat xaridini o'tkazish bo'yicha tartib belgilangan, ya'ni reja kelishiladi. Undan tashqari bu mutaxassis boyagi aytganlaridek saqlash, tashqi qoidalarga rioya etish bo'yicha alohida o'quv kurslarida o'qitiladi. Agar shu Vazirlar Mahkamasi qaror loyihasi ham o'sha qaror loyihasi bo'lib chiqadigan bo'lsa, nodavlat tashkilotlarga ham bunday vakolat va berilib, buni tartibi belgilanishi, bu ya'ni sohaga nodavlat tashkilotlar nazoratini ham olib kirib keladi. Bunda boyagi o'zini o'sha sirli mijoz tartibida o'zini bemor sifatida shifoxonaga borishi, unga qo'yilayotgan klinik protokollardan tashqari dori vositalarini yozishi ham o'rganiladi. Nodavlat tashkilot buni tartibi hammasi belgilangan vazirlik idoralar bilan kelishilgan, har bir ketma-ketligi, ya'ni o'sha mijoz sifatida borishi, unga to'g'ri klinik tashxislar qo'yilishi, bundan tashqari o'sha bilsangiz dori vositalarini yozishdan tashqari shifokorlar tomonidan qo'shimcha har xil diagnozlarga ham yuborish holatlari bo'lishi mumkin. O'sha belgilangandan tashqari bemor yo'lini sirli bemor sirli zanjir to'liq qamrab olish bo'yicha nodavlat tashkilotlarga xalqaro tajribani o'rgangan holatda bunday tartib ishlab chiqilgan va kiritilgan. Balkim bu tartib qabul qilinadigan bo'lsa, bu masalada faqat davlat organlari yoki qaysidir iste'molchi boshiga tushganda emas, doimiy ravishda nodavlat tashkilotlarini nazoratiga ham kelib tushadi. Monitoring mexanizmi, jamoatchilik nazorati tizimi yo'lga tushadi bu holatda. Rahmat. Yuqorida hurmatli ekspertlar juda ham ko'p aytib o'tdik, ya'ni mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz ham bor. Import mahsulotlarini ulushi ko'proq bo'lsa-da, mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz bor. Umuman mana shu o'rganish jarayonlarida Ziyodbek aka, mahalliy umuman ishlab chiqaruvchilarimizni mana shu bozordagi ulushi qancha o'zi va ular bugungi kunda yetarlicha imkoniyat menimcha berilgan, chunki so'nggi yillarda juda ham ko'p islohotlar amalga oshirilyapti farmatsevtika sohasida. Mana shu qarorlar bilan, farmonlar bilan imkoniyatlar berilyapti. Balki mana shu o'rganish jarayonlarida ularga yana qo'shimcha biror bir imkoniyatlar yaratish kerakdir. Bu bo'yicha qanday fikrimiz bor? To'g'risi bu sohani ham o'rganib harakat qildik. Sababi tan narxini tushirish maqsadida. Endi eng katta omillardan biri-ku, o'zimizda ishlab chiqarilsa albatta narx tushadi. Ishlab chiqarishlarimiz. Lekin bitta tomoni borki, hozircha mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz 70 tadan kam. Respublikamiz bo'yicha umumiy foizi bu necha foiz? 20% bo'ladi. 20-22% umumiy nimasi holatda. Ya'ni mahalliy ishlab chiqaruvchilarimizdan iste'mol qilayotgan dori vositalarimiz demoqchiman. Shu sababli. Endi bir tomondan qarasak, bu baribir dori vositalarida standartlar juda yuqori, ya'ni Sanpin standartlar eng yuqorilari. Ya'ni hamma narsa steril bo'lishi kerak, bilasizlar, endi ishlab chiqarishda. Men birarga hududlarga chiqqanimda mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan
ko'rmoqchi edim desam, ishlab chiqarish mahsuloti spirt, shprits, shunaqa mayda chudana pint, shunaqa vatada endi nima paxta. Ya'ni men kutgan narsa bas. Ya'ni o'zimizni Farg'onada ham bunaqa yuqori haligi nima desam ekan, qimmatbaho xorijiy dori-darmonlarni, dori vositalarini o'rnini bosuvchi ishlab chiqaruvchi kam ekan. Asosan Farg'onada kechirasiz Toshkent shahrida konsentratsiya qilingan. Ya'ni biz bilgan Jo'rabek Pharmaceuticals bor, Radix bor va hokazo. Aytmoqchi bo'lganim, ularni albatta sonini biz yildan yilga mahalliy ishlab chiqaruvchilar sonini oshirishimiz kerak. To'g'risi bu birinchi o'rinda narx-navolarga ta'sir qiladi, ya'ni tushadi narxlar. Lekin bitta narsani bilish kerakki, texnik fanlar doktori sifatida aytishim mumkinki, bunday sohani yo'lga qo'yish juda qimmatga tushadi bizga. Ayni shu uchun birinchi o'rinda biz investorlar jalb qilyapmiz bu sohada. Har qanday mana bilasizlarki, yaqinda Toshkent investitsion forumi, xalqaro investitsion forumi o'tdi. Albatta bu sohada, farmatsevtika sohada bironta ham investitsiyaga erishilmadi, ya'ni bitimga erishilmadi desa noto'g'ri bo'ladi. Albatta har yilgi forumimizda farmatsevtika sohasi bo'yicha kamida bitta kelishuvga erishiladi. Bu sohani sekin bo'lsa ham birinchi rivojlantirishimiz kerak. Bitta katta salbiy tomoni shundanki, shunday iboratki, yuqori bizga talablari yuqori bo'lgan dori vositalarini ishlab chiqarish uchun juda qimmat reagentlar kerak. Shu sababli mana xabarlaringiz bor, o'tgan yil oxirida farma park ham qurildi. Ya'ni bu farma parkda juda katta imkoniyatlari bor. Shu sababli sekin-sekin shunday aql markazlar qurib, farma parkga o'xshagan aql markazlar qurib, mahalliylashtirishni oshirish qandaydir nimasi bor. Salohiyati juda yuqori demoqchiman. Faqat aytganimdek, investitsiyasiz bir yuqori samaradorlik, ya'ni juda talab yuqori bo'lgan dori vositalarini mahalliylashtirish qiyin bo'ladi. Men o'zim vrachman, shu gapni gapirgani juda ham istihola qilaman, lekin majburman shu gapni gapirgani. O'sha firmalarda dorisiga ishqivoz vrachlar, chunki undan bonus bor, foiz bor. O'shani hisobiga ilmiy ishini chet elda qiladigan maqolasini chiqarib beryapti, qaysi holatini qoplab beryapti. Shunga masalan, oldindan ham dogovor qilib, oldindan ham ular bilan noqonuniy til biriktirib, pulini berib, o'sha pul hisobiga endi o'zini imkoniyatlarini da qilyapti-yu, lekin bu sohada juda ham qiladigan ishlarimiz ko'p, chunki har bir shifoxonaga kirganda, oddiy misol, qo'shnim kasal bo'ldi, qo'shnim bitta shifoxonada shu Toshkentda davolanib keldi. Bir haftami, 8 kunmi davolanishdi. O'sha shifoxonada bosh vrachidan boshlab har bir bo'limda o'sha bular nima olgan antibiotik hammada bir xil ekan. O'sha meni qo'shniga kirib, sizni moliyasiz ham o'sha dorini aytyapti. Nari qo'shniga keyin u dorining narxini qiziqdim, men 650 ming ekan bitta flakoni. 2 mahal qilinar ekan. Endi unga hammaning imkoniyati bormi shuni? 1 milliondan yuqori dorini bir kunda ketadi. Bir haftami, 8 kun davolanishdi. Bu firmani dorisi men qiziqib o'qidim, kim tomonidan ishlab chiqarilgan, qanaqa keltirilyapti, hamma yo'g'iga qiziqdim. Firmani dorisi bo'lgan, butun shifoxona o'sha dori bilan band. Endi shifoxonani kamini qilayotgandir u. Yo, shifoxonani kamini. Botir aka, bu bo'yicha nimalar amalga oshiryapti? Juda ya'ni mana shu masalalarni o'zingiz ham yuqorida aytib o'tdingiz. Ya'ni bu mavzuni o'zingizlar ko'tardinglar. Juda og'riqli masalalarni manzurib aytdilar. Ya'ni buni hozir oldini olish bo'yicha, cheklash bo'yicha sizlarning tashkilotlar tomonidan o'sha raqobat qo'mitasi tomonidan nimalar amalga oshirilyapti? boyidagi Albatta bu faqatgina sizlarning masalalar emas, bu hamkorlikning masala. Kelishuv qilib ishlashga qattan pul kelyapti, boyagi referent narx qimmat belgilab olgan, ana ishlab chiqqan importyorda ortiqcha marja pul turibdi qo'lida. Ya'ni ortiqcha pul borki, o'sha doktorga tikadi, klinikaga tikadi, boshqa narsalarga pul aylantirishga tikyapti. O'shani ana shu masalani hozir ref narxi boshqatdan integratsiyadan ko'rib chiqilgandan keyin 90% o'sha marjalar chiqib ketishga erishiladi. Agar hozir ref narx qayta ko'rib chiqilib, o'sha bizgacha yetib kelishgacha bo'lgan narx-navoni qanday yetib kelganini, o'sha sun'iy oshirilishini aniqlaydigan bo'lsak, ularga imkoniyat ham bo'lmaydi, taklif bularga beradigan pul qonun tomonidan shifokorlarga ortiqcha orttirib beradigan. Buni tizimlisi, ya'ni elektron retsept boyiga ishga tushiradigan bo'lsak, dorixonaga borganingizda sizga manbu MNNli dorini yozish uchun xalqaro patentlanmagan, buni 5 xili bor. Manbu davlatniki bor, original, manbu 3 ta davlatniki bor, 4 ta davlatniki bor, generik. Misol uchun generik degani tarkib bir xil, birinchi ishlab chiqargan
davlat emas, boshqa ishlab chiqaruvchi davlatlarnikini ham sizga taklif qiladi. Shu ishlab chiqarishga huquqni sotib oladi. Biz tanishib chiqdik, ya'ni injenerlik to'g'rimi? Ishlab chiqarish huquqi bor, bir necha yil davomida. Lekin uning sog'liqqa zarari yo'q. Xuddi o'sha sifatda ishlab o'sha chiqariladi. sifatda ishlab chiqaradi. Endi u original generik. Misol azithromycin 38 xil turidan ko'pi bor. Oddiy azithromycin. narxlari har xil. Narxlari har xil. 6000 Hamma har xil yondashadi ishlab chiqaruvchilar. U 80 angliz haqi 80 necha mingga boradi. Serios lekin narxida farq bor. Ana shuni aytayotgandim. Siz aytayotgan narsa mana shu seriosini sifatiga qarab turib, xomashosiga. Nimasi narxi o'ynaydi, effekt o'ynaydi. Sifatiga ham to'g'ri, lekin mana serio, misol uchun Yevropada boshqa narx. Misol uchun Xitoy yo Hindistonda boshqa narx bo'lishi mumkin. Nimaga deganda Yevropada ishchi kuchi boshqa narx bo'lishi mumkin. Xitoyda ishchi kuchi, Hindistonda ishchi kuchi boshqa narx bo'lishi. Hozir endi nima uchun Xitoy bilan Hindiston deb seriyo bo'yicha juda oldinlab ketishgan ular. Ishlab chiqarish bo'yicha ham asosan shu ikkita davlat. Seriyolarni ishlab chiqarish bo'yicha, dorilarni ham. Shuning uchun ishlab chiqarish seriyolarning tan-narxi har xil bo'lishi mumkin, lekin sifatni bir xil qilib qo'ysak, muammo yo'q. Sifat o'sha Yevropani o'zida ham Fransiyada chiqadigan qimmatroq yoki Italiyada chiqadigan arzonroq. xuddi shunday. Turkiya bilan Ruminiya misol, Turkiya qimmatroq, Ruminiya arzonroq chiqadi. Ko'p mana O'zbekistonda cho'l hududlarida, dasht hududlarida kavrak ekishadi. Kavrakda birinchi o'rinda Hindistonga eksport qilishadi. To'g'ri, bizda uni qayta ishlash, undan xomashyo, aynan shu farmatsevtika mahsulotlariga, dori-darmonga xomashyo sifatida yetkazguncha bizda unaqa texnologiya yo'q. Demak, uni keyingi bosqichlarda uni joriy qilish imkoniyatini o'ylasa bo'lar. Ishlab chiqarishga juda katta xarajat ketadi bizda. Men yana o'sha hozirgi o'zi to'g'rilab ketmoqchiman. Ishlab chiqarishdan keyingi bo'ladigan, misol uchun undan chiqadigan adxotlarni qayta ishlashga undan katta pul ketadi. Shuning uchun bizda mana hozir kavrakni seryoga aylantirish uchun ham xomashyoga aylantirish uchun juda katta zavod kerak. Hurmatli ekspertlar, juda ham ko'p muhokama qildik. Men o'ylaymanki, mana Adolat fraksiyasining Qonunchilik palatasidagi umuman partiyaning yordamida, deputatlar yordamida xalqimiz bilan bir necha oy davomida o'rganishlarimiz natijasida shakllangan savollar bor edi. Men sizlarga minnatdorchilik bildiraman. Bu savollarga bugun javob oldik deb o'ylayman va bizni ko'rgan o'sha bemorlarimiz bo'ladi, iste'molchilarimiz bo'ladi, tadbirkorlarimiz bo'ladi, ular barchalariga bugun foydali ma'lumotlar yetkazib bera oldik deb o'ylaymiz va mana shu podkastimiz yakunida turli xil soha vakillari bugun yig'ilishgan va o'zlarining yo'nalishlaridan kelib chiqib, albatta o'zingizlarning taklifinglar bor, o'zingizlarning xulosanglar bor. Mana shu xulosalarga o'tsak. Haqiqatda mana muammolarimizni ochiq ro'y-rost gaplashib oldik. Ayniqsa o'sha raqobat qo'mitasini bir qator mana mablag'lar hisobida ko'rganimizda o'sha juda katta mablag'lar iste'molchilar hisobidan demak o'zlashtirilgan deymizmi tadbirkorlar tomoniga. Shu masalalarni demak ochiq shaffofligini ta'minlash maqsadida menimcha har bir dorixonani o'ziga alohida bir doska deymizmi, nima deyiladi? Peshtaxta deyishimiz mumkin. Peshtaxta yoki o'sha monitor ekranlarimiz bor. Monitor ekranlariga dori darmonda xarid qilingan narxi bilan bugungi kundagi iste'molchilarga yetkazilayotganini ko'rsatishimiz kerak deb o'ylayman. Shunda shaffoflik ta'minlanadi deb o'ylayman. O'shanda fuqaroyimiz qancha pulga dori vositasini qabul qilgan bo'lsa, peshtaxtada turgandan keyin, peshtaxtada ochiqlangandan keyin bu ma'lumot bular aldalmas ekan, demak to'g'ri ekan shu narxi degan bir haligi nimaga boradi, xulosaga boradi. Keyingisi endi shifokorlarimiz bilan qattiq ishlashimiz kerak. Mana bu noqonuniy til biriktirishlar bo'yicha alohida men o'ylayman jazoni bir keskinlashtirish choralarini ko'rishimiz kerak deb o'ylayman. Bunga alohida Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda bir kerak bo'lsa qonun hujjatlariga o'zgartirish kiritishimiz kerak deb o'ylayman. Chunki judayam fuqarolarimizni, aholimizni qiynab kelayotgan masalalardan bittasi shu. Hamma yoqda o'sha firmaning dorisi birinchidan qimmat, ikkinchidan o'sha noqonuniy ham shifoxona ham nima qilgan bo'lishi mumkin, til biriktirgan bo'lishi mumkin. Muassasa vrach boshchiligida yoki o'sha shaxs sifatida shifokor. Buni ham ochiqlaydigan, tanqid qiladigan, kerak bo'lsa qonun hujjatlari bilan keskin bularga chora belgilash kerak deb o'ylayman. Albatta, bugun mana muhokama qilgan kelajakka qadamlarimizni joriy qilishimiz kerak. Ya'ni o'sha elektron retsept dedik,
raqamli retsept. Albatta. Barcha siz aytayotgan shaffoflikni ta'minlaydigan elektron tizimlar, platformalar bitta joyda bo'lishi kerak va demet tizimi har bitta fuqaroni cho'ntagida bo'lib, uni Xuddi yordamchisiga aylanishi kerak. Hozir hammani qo'lida telefon bor, hammani qo'lida. Shu meni ham taklifim shu nazorat, xalq tomonidan bo'ladigan nazoratni yanada kuchaytirsak, sizlar sababchi bo'lib xalq vakillari sizlar yetkazgan holatda xalq tomonidan nazoratni kuchaytirsak, tizimda o'z-o'zidan tartib ham, o'zgarish ham, oldinga siljish ham bo'ladi deb o'ylayman. Birinchi iste'molchilarimiz xabardorligini oshirish boyagi tizimlardan, hamma ma'lumotlardan targ'ibotni ko'paytirishimiz kerak. O'zimizga xulosa qildik, bu targ'ibot masalalari balkim yetarli darajada bo'lmaganligi uchun qaysidir holatlarda kimgadir ma'lumotlarimiz yetib bormagan. Shuningdek, opa aytganlaridek, dorixonalarda har bir dorixonaga bizni onlayn ma'lumotlarni kuzatib turish imkonini yaratish, balkim har birida imkoni bo'lmagan taqdirda ham har biriga o'zimizani ma'lumotnomalarimizni yozib, qattan buni tanishsa bo'lishi bo'yicha targ'ibot materiallarini buni chiqaramiz, qilamiz, iste'molchiga yetkazamiz. Shu keyin nazoratni amalga oshirishda biz tadbirkorlik subyektlaridan ham so'rab qolamiz. Har bir dori vositasini bilmay qoldim, qimmat ekan, sotib qo'ydim deyishdan oldin, albatta har bir onlayn hisob fakturasida ba'zi narxlar ko'rinib turadi. To'g'ri ma'lumotlarni kiritib, iste'molchiga to'g'ri ma'lumotlarni sotib, agar qimmat dori oladigan bo'lsangiz, qaysidir ulgurji tashkilotdan qo'mitaga murojaat qiling. Asosi sizdan ortiqcha olingan mablag'laringizni sizga qaytarib berish chorasi ko'riladi. Ya'ni siz dorixonasiz, xarid qilib qo'ydingiz, bilmadingiz, sotishingiz kerak, sotsangiz huquqbuzarga aylanib qolasiz. Uni xarid qilganingiz sotuvni to'xtatib turib kerak bo'lsa yoki referent narxga rioya qilib siz sotdingiz, har bir dorida qanchadirdan zarar qildingiz. Voyaga yetganingizda 11,5 ming so'mga sotib olishingiz mumkin bo'lgan dorini 20 ming so'mdan sotib olasiz. Lekin sizga bu korxona sotdi. Qo'mita tomonidan sizga ortiqcha asossiz olingan mablag'laringiz qaytarib beriladi. Shu ya'ni har bir dorida 8,5 mingdan sizdan asossiz olindi. Tadbirkor huquqi himoya qilinadi. Murojaatda bu har bir holatga teng fuqarolarimizga bir tushuntirib qo'ysiz sodda qilib, nimani qo'lda misol uchun chek saqlanib qolish shart dedingiz misol uchun. Yo'q, chek saqlanib qolish shart emas. Onlayn QR-kodli chekni skaner qilamiz. Yetadi shuni o'zi, asossiz olingan daromad bo'yicha. Eng sodda yechim amalga oshirilgan bu. Chekni chunki ma'lumotlar kim tomonidan xarid qilindi, qanaqa to'lov qilindi, unda kim uni skaner qilganigacha qo'mitaga ma'lumot kelib tushib bor, hammasi telefon raqamigacha bor. Hurmatli ekspertlar, bildirilgan fikrlar uchun katta rahmat. Mana yuqorida ham juda ham ko'p muhokama qildik. Bugun albatta muammolarimiz bor, muammolarimiz o'zimizdagi, uni hech kim hal qilmaydi, uni barchasini o'zimiz hal qilishimiz kerak, lekin yutuqlarimiz ham juda ham katta. So'nggi oylarda faqatgina dori-darmon vositalarini narx-navolarning sun'iy osishini emas, balki o'sha tizimga raqamlashtirish, sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan amalga oshirilayotgan loyihalar, islohotlarni ko'rib chiqdik, to'g'rimi? Butun respublika bo'yicha o'sha Demet loyihasini ko'rdik. Demet bu raqamlashtirishda naqadar samarali ekanligini, kafolatini ko'rsatib berdi bizga. Qisqa muddat ichida hali o'sha to'liq joriy etilganiga bir nechta viloyatlarimizda 1 yil bo'lmasdan 125 milliard so'm budjetga iqtisod qilinibdi Demet orqali. Ya'ni bu raqamlashtirishni naqadar jarayonni shaffof qilib berilishini, uni samaradorligini, uni foydasini oshirib berishini ko'rsatadi. Va bugungi mavzuyimiz doirasida farmatsevtika sohasida raqamlashtirish olib borishayotganini ko'rdik, yechimlarni berishdi. Qilingan ish rostdan ham juda ham katta, amalga oshirayotgan islohotlarimiz ko'p va mana shu jarayonda eng muhimi bu yechimlarning borligi. Bugungi podkastimiz nomi ham Yechimi bor loyihasi va biz o'zimiz tomoshabinlarimizga mavjud yechimlarni, ularda yuzaga kelayotgan savollarga bor ekanligini, amaliyotda u davlat tomonidan, tashkilotlar tomonidan, mutaxassislar tomonidan amalga oshirilayotganini ko'rsatib berish edi va o'ylaymanki biz qisman maqsadimizga erishdik. Yuqorida berilgan tavsiyalarni albatta biz aholimizdan faollikni kutib qolamiz, chunki eng katta nazoratchi bu xalqimiz. Eng katta nazorat bu mana shu aholimizni, bemorlarimizni o'zlari amalga oshiradigan bo'lsa, bunda albatta yuqoridagi ekspertlarimiz, tashkilotlarimiz ularni qo'llab-quvvatlashga tayyor, deputatlarimiz doimiy hamkorlikka tayyor va o'ylaymanki bu podkastimiz bizning tomoshabinlarimizga foydali bo'ladi.